atrofdagilar ishlayotgani uchun mana nima bo'larni ishlab ko'rgan. Hayotda nima qilishini bilmaydi, lekin aniq nimani qilmasligi kerakligini biladi-yu. Masalan uchun Mors zavodda ishlash yoki eshik zavodda ishlash meniki emasligini bilganman. O'sha ishni qilib ko'rib. Qanaqa qilib siz har kuni to'plab bilan ishingiz deb telefon vaqtiga o'tiraman, uzoqtirishga kelaman. Biror muammo bo'lsa, ha aytaman degan. O'ziga bergan va'dani avval bajarsa, ana undan keyin o'zini hurmat qila boshlaydi. O'zini hurmat qilgan odam boshqalarni hurmat qiladi. Tasavvur qil, xuddi magnitsan va insonlar san tomon tortiladi. Qanchalik keng va tortuvchanligini oshirish bir nechta faktorlarga bog'liq. Hammaga chiqib ommaga gapirsam, energiyam tugab qoladi, men gapira olmayman. 10 mingta odamga yoki 1000 ta odamga kuch yetadigan kim bor kattaroq? O'sha odamni olib kelaman deb g'oyamni unga sotaman. Bugungi kuningiz qanday bo'ldi? Zo'r. O'zi default javobim shunaqa bo'lgan, zo'r. Zo'r, rahmat, hammasi yaxshi, zo'r. Aslida hammasi hammasi ham. Ha, aslida endi bizning vazifamiz reaksiyamizni to'g'rilash, to'g'ri? Istalgan narsa bo'lishi mumkin, lekin unga qanaqa reaksiya qilib bildirish bizning tanlov. Shuning uchun agar sen meni hayotim qanaqa bo'lganini to'g'ridan to'g'ri o'zgartira olmaydigan bo'lsang, nima qilaman senga ha deb aytib turim. Ya'ni bitta muammo bo'lsa, biz unga asabimiz buzilib yondashish mumkin yoki shu muammoni yechimini topishga harakat qilamiz. Shuning uchun yechim topish kerak. Zo'r. Bo'lmasa birinchi bolaligingizdan haqida gapirsak, men hozir sizni bir 3 yildan beri, 4 yildan beri taniyman. Men bolaligingiz haqida ma'lumotim yo'q-da. O'zingiz haqida ozgina aytib bersangiz, qayerda tug'ilgansiz? Zo'r, ismim Mirjalol Soatov, Toshkent viloyatida tug'ilganman. Xo'p, birinchi farzandi, ya'ni birinchi nabira, ham otamni birinchi farzandiman va bobomni birinchi nabirasiman. Va oilada kichkinaligimdan azizlanganman. Hamma meni yaxshi ko'rib, doim meni nima desa ekan. Chunki oila uchun ammalarim, amakilarim uchun birinchi farzand sifatida bo'lgan. To'g'ri, meni ammamni katta qizlari ham bo'lishgan. Ular lekin baribir o'zlarining uyida yashashadi-ku. Bu bizning hovlida emas, to'g'ri? Bizning hovlidagi eng kichkintoy men bo'lganman va katta nabira bir vaqtning o'zida. Xo'p, shu uchun doim menga ishonch bildirilgan, doim meni qo'llab-quvvatlashgan. Maktabga chiqqanim ham alohida tantanavor rivojlangan, nima deyiladi, nishonlangan. Maktabga chiqqunimgacha bo'lgan holatda, ta'tilim chiqqunga holatda ham har doim bobom, buvam, ota-onam e'zozida bo'lib katta bo'lganman. Shuning uchun ham mehrga to'lib o'sganman deb o'ylayman. Yoshligim haqida umumiy shu. A'lochi bo'lganman, a'lochilik sindromi, oddiy alfabet yozishdan ham qilib tayoqchalarni chizdirishgan paytda qo'lim terlab ketib, deb turib yozardim, chunki hayajonlanardim. Ustozim yomon yozibsan deb aytmasinlar deb qo'rqib qilardim. Esimda ba'zida o'sha oyim qo'limni ushlab yozdirardilar. Shunaqangi hayajonlanib ketganimda o'zim yoza olmay qolardim. Va bu narsa 7-8-sinfimgacha davom etgan, a'lochilik sindromi. Ana undan keyin aslida maktabda olingan beshlarim emas, hayotiy tajribalar, ko'nikmalar men uchun kerakligini bilib, adashmasam 9-sinf bitirganimda ishlashni boshlaganman. Unda ishlash deganda ko'chada har xil ishlarni qilish, misol uchun eshik zavodda ishlaganman. Undan tashqari Mors chiqaradigan joylarda ishlaganman. Har yoz kanikulda. Mors sotganmisiz shunda yoki? Yo'q, Mors chiqaradigan zavodda ishlaganman. U yoqda ham 3 oy, bir oy uchun adashmasam 400 ming, 500 ming berishardi. Borib demda ishlab yurardik. 11-sinfimgacha. 11-sinf paytimda IELTS topshirishim kerak, jarayon ingliz tilini o'rganib boshlab, keyin uyda dars berish boshlaganman. Bu karyeram bulanib, keyinchalik IELTS instruktor sifatida faoliyatimni davom ettirishimga ulanib ketgan. Umumiy shu. Hozir 9-sinfdan ishlaganman deyapsiz. Bunga nima sabab bo'lgan? Bu majburiyat bo'lganmi yoki o'zingiz qiziqish bo'lganmi? Ko'proq so'zlar o'rganadigan ma'noda. Endi odam atrofida ko'rgan ishni qiladi. Misol uchun men o'sha vaqtdagi birga bo'lgan atrofimdagi tanishlarimiz, bizdan 1-2 yosh katta akalarimiz, maktabda 11-sinf maktab bitiruvchi akalar, misol uchun ular ishlashardi. Ularga qarab qo'shilib men ham borib ishlardim. Misol uchun uydagilar menga pul topib degan narsalar bo'lmagan yoki o'sha yerda olgan pulimga nimadir rejalar bo'lmagan. Misol uchun. Lekin atrofdagilar ishlayotgani uchun men nima bo'larni ishlab ko'rganman. O'sha paytda bilganmanki, odam o'zi mana hayotda nima qilishini bilmaydi, to'g'rimi? Lekin aniq nimani qilmasligi kerakligini biladi-yu. Men bilganman, aniq va mashish meniki emasligini. O'sha ishni qilib ko'rib. Ko'rib bilgansiz. Ha, misol uchun Mors zavodda ishlash yoki eshik zavodda ishlash meniki emasligini bilganman, aniq. Aniq esimda 10-sinf bitirib 11-sinfga o'tar yozda ishlaganimda eshik zavodda juda qattiq ishlaganmiz. Chunki u zararli ish, men kraskada bo'lganman.
to'g'ridan to'g'ri zarar. Majburiy qatiq ichirishadi bizga obedda, chunki mana bu yerda shlak yig'ilib qoladi oshqozonni butun ichak yo'lida. Shuning uchun qatiq ichish majburiy bo'lardi obed vaqtida bizda. Men shogird bo'lib tushganman o'sha kraska qiladigan odamnikiga. Malyar deb qo'yadi buni. O'shasiga. Bilganmanki, aniq bunaqangi ko'rinishdagi mehnat qilib, ya'ni qora mehnat qilish men uchun og'irligini shu uchun kallamni ishlatishni harakatini qilganman. Hozir ko'pchilikda ko'rayotgan narsam, xususan o'zimizni ukalarimizda, ukam ham ko'radi, majburlab ko'rsataman. Ular og'ir mehnatni bilmagani uchun ham dangasa, og'ir mehnat qanaqaligini, mazasini bilmagani uchun shataloq otib yuribdi. Yengil mehnat qadriga yetmaydi shu. Ha, qadriga yetmaydi, to'ppa-to'g'ri. Konsertli joyda o'tirib, mana shunaqa o'qiysan deydigan bo'lsa, yo'q. Chunki solishtirish uchun oq qorasi nimaligini bilmayapti-da, oqqa erishishga harakat qilmayapti. Men ko'rayotgan narsa shu. Men o'sha paytda qorani bilganim uchun, bo'lib ham qorani eng tubiga kirib, mazavodda qolgan kunlarim bo'lardi, MDFlarning tepasida yotardik. Aniq esimda MDF, misol uchun, bir nimada rosa uyum tashqarida turibdi hovlisida. Keyin o'sha payt yoz bo'lgani uchun anaqa yashil borib bekitib qo'yadigan hovlini bilasan? Hovliga ham qilishadi yashil qilib, soya qilish uchun. O'sha yashil uy orasidan osmon ko'rinib turardi-da. MDFda ko'rpacha solingan, ustiga yopadigan hech nimam yo'q, chunki kun issiq, yoz, iyul, avgust oylari. Iyulda adashmasam. Shuni qarayapman, oy ko'rinib turibdi. Men yotayotgan paytimda soat 2. Endi u oy o'sha tugayotgan oy, chunki oy qancha kirgani sari kech chiqadi. O'sha ko'rib qolgan bittani snapshot bor, screenshot chiq. O'sha paytdan. Yana shunga o'xshash har xil screenshotlar bor, qiyin vaqtlar ekanligi. Chunki belimni og'rig'ini his qilardim. Eshikka nimasini eshikni tashlash kerak bo'lgan joylari bo'ladi. Misol uchun olib, niqob chiqib qo'yasan, kraska qilib bo'lingandan keyin, qurigandan keyin. Shu narsalarni ko'rgan odam harakat qiladi, oqqa tezroq chiqish kerak. Shu. Ha, men ham o'zi eslayman-da. Yoshligimizdan shu aqlim tangandan beri mol qo'yib boqamiz uyda. Va yig'lab kelardim uyga. Misol uchun 5-6 boqardi, kichkina bola bo'libdi. 6 yosh, 7 yosh vaqtimda. Endi buqalar tortib ketardi, boshqalar dalalar kirib ketardi. Bundan gap eshitib qaytib kelardik. O'sha sabab bo'lganda, o'zim shu podkastga chiqsam aytaman deb rosa o'ylardim. Hali hech kim chaqirmadi. Ana, undan keyin shu zamonaviy kasbga qiziqish boshlaganman. Shu dizaynni maksimum borim berib o'rganganman-da. O'sha ishdan qutulish uchun. O'sha ishdan tezroq qutulay, boshqa yo'l bilan pul topay. Men o'zim to'liq umrimdan bu sferada ko'rmagan. Shunaqa bo'lgan. Va o'z ko'pchiligi hozir maktab yoshidagi bolalar o'zim ko'raman, tanishlarim, do'stlarim rost aytganingizdek dangasa ishlashmaydi ya'ni. Va o'zi sizda qanaqa xulosalar bo'lgan? Ya'ni ishlaganingizdan keyin o'zi nima uchun ishlash kerak shu maktab yoshidagi bolalarga tavsiya berasizmi ishlashni? Ayniqsa o'g'il bolalarga. Endi shart deb o'ylayman. Misol uchun men ukamni yozda xudo xolisa ishlatish rejasini qolman. Uydagilarga ham aytib, hamma roziligini olib, nimaga deydigan bo'lsangiz, birinchi navbatda aytganingdek qanchalik og'ir ishni bilish, unga mas'uliyat nimaligini, pul topish oson emasligini ko'rsatib qo'yadi. Undan tashqari odam o'sha qiyinchilikka tushgan paytda o'sha atrofdagi odamlarni holatini his qiladi. Undan tashqari muomalani o'rganadi va insonlarni asl basharasini ko'radi. Asl basharasi deganda, agar sen ofitsiant bo'lib ishlaydigan bo'lsang, men tavsiya qilaman senga. Chunki xomsan hali. Ofitsiant bo'lib ishlaydigan bo'lsang, sen o'tda o'rta qatlam va undan yuqori bo'lgan qatlam, aytaylik kafe restoranda bo'ladigan bo'lsa, o'rta qatlam va undan yuqori qatlamni injiqliklarini, asl basharasi qanaqaligini ko'rasan. Hamma ham unaqa emas. Turli insonlar ko'rishadi. Ha, hamma ham aslida unaqa emas, lekin menga ham yoqmabdi. Men bu joyi qiyshuv ekan, boshqasini olib kelib bering, issiqroq bo'lsin, iliqroq bo'lsin deydigan odamlar bor, to'g'rimi? Sen u paytda nima desa ham kulib, xo'p bo'ladi, deb almashtirib kelishing kerak. U yoqqa borib oshxonada bardak bo'ladi. Ularga sen to'g'ri anaqa berma, anaqa dedim-ku, anaqa bo'lish kerak deysan. U aytadi, yo'q deydi. Sen to'g'ri muomala qilishni, stressli vaziyatdan qanaqa chiqib ketishni o'rganasan. O'tda bunaqa dumkiga tushib o'tirib qola olmaysan. Hozir mana biz media sohasida ishlayotgan bo'lsak, montajyorlar yoki umuman media sohasidagi odamlarni ko'radigan bo'lsak, ularning ishi asosan onlayn-ku, to'g'ridan to'g'ri muloqot qilinmaydi, ishlarni topshiriqlarni onlayn izohdan olishadi va misol uchun montajyor montajini qilayotgan paytda qilolmayaptimi? Prosta yuvib qoladi. Telefon ko'tarmaydi. Telefon ko'tarmaydi, o'chirib qo'yadimi, nima qiladi, Xudo biladi. O'zicha burnout bo'lib yovib ketadi. Tarqidini qilib, bir haftadan keyin kelib uzrini so'raydi. Uzuringni pishirib ye.
Nimaga menga o'sha yerda vaziyat aytmading? San qilmasang boshqasiga berardim-ku. Material sanda, sanga ishonganman misol uchun. Nimaga desa, o'sha stressli vaziyatlarda qanaqa tutishni bilmaydi o'zini. Chunki tushmagan. Va men onlaynda bo'lganim uchun ham meni xayolida yo'q odamday deb biladi. Lekin agar offlaynda shunaqa qiladigan bo'lsa, kaltak yeydi. To'g'rimi? U o'sha boyagi ofitsiant bo'lib ishlayotgan bola nimani o'rganadi? Qanaqa qilib stressli vaziyatdan chiqib ketishi. Chunki rosta kamli stress bo'ladi. Meni o'zim uchun ham qiziq ishlab ko'rish. Va bu yerda hech qanaqasiga hozir bu gapni aytayotgan paytimizda ofitsiantlikka past nazar solish yoki unaqa solishtirish narsa yo'q. U juda zo'r kasb, chunki sen xizmat ko'rsatish sohasida bo'lasan. Meni o'zimni pensiyaga chiqqanimdan keyin qilish soha qo'yadigan narsa bu oshpazlik. Bo'lib ham shu kulinariy bo'lib, restoranda oshpaz bo'lish. Men hech qachon oshpaz yoki ofitsiant deganda bu gaplarni aytayotganda solishtirib, past nazar bilan solmoqchi emasman. Ko'pincha men sizlarning sohanglar, mana media sohasidagi bolalar yoki o'zicha men diplomat bo'laman, men pilot bo'laman deb o'radigan bolalar bor-ku. Ular bu yoqni ko'rishsin, haqiqiy hayot qanaqa bo'layotganini. O'shanda to'g'ri o'ziga nimalarni qo'yadi, motivlarni beradi. Chunki motivatsiya ham ikki xilda, tashqi va ichki bor, to'g'rimi? Juda ko'pchilikda ichki motivatsiya yo'q. Ularni tashqaridan motivatsiyalashtirish kerak. Ya'ni uydagilar yoki do'stlari, ustozlar tomonidan? Ichki motivatsiya degani o'z-o'zidan xohlash. Misol uchun jamiyatda bunday o'zgartirish kiritaman, bunday qilaman, ko'rsatib qo'yaman degani bo'ladi-yu. Ko'rsatib qo'yaman aslida tashqi motivatsiya. Chunki kimgadir ko'rsatib qo'ymoqchi. Lekin ichkaridan keladigani o'zingdan bilib tuganmas energiyani kelish. Qanaqa shakllanadi bu ichki motivatsiya? Ichki motivatsiyani shakllanishi tafakkurdan keladi. Ya'ni ko'proq o'zim bilan suhbat qilish kerak. Odam o'zini o'zi eshitishi kerak. Lekin hozir sen 16 yosh odam o'zini o'zi eshitsa hech narsa eshitmaydi. Chunki eshitma yo'q. To'g'rimi? U ko'proq o'zini avval shakllantirish uchun har xil jabhalarda urish kerak. Hozir biz gaplashayotganimizda 16-18 yosh bola haqida gaplashayotdik. Lekin hozir bu yoqqa kelib ichki motivatsiyani shakllantirish deyotganingda eshitish deyapmiz-ku. Eshitishdan oldin ichki ovozni shakllantirish qaysidir ma'noda hayotga nisbatan qarashlarni biroz to'g'rilab olgandan keyin keladi. Albatta bu ota-ona, maktab, jamiyat, u turgan krug ruschasiga aytganda, o'zbekchasiga aytganda uning tashqi muhiti juda muhim. Uni ichkaridagi motivatsiyasini shakllantirishga. Tasavvur qil, sen boy oilada tug'ilding. Hamma narsa muhayyo, private bog'chalarga borasan, ya'ni xususiy bog'chalarga, to'g'rimi? Bo'ldi, sen maktabga chiqishni boshlading, xususiy maktabga bording, borganingda kursdoshlaring hammasi mana shunaqa kimdir vazirning o'g'li, kimdir bitta boyning o'g'li, sen ham bitta boyning o'g'lisan. Senga nima motivatsiya beradi o'qishga? Hamma narsa bor-ku. Hammasi bor. Mana shu yerda ichki anaqani topish, ya'ni o'zingni birlamchi, ikkilamchi ehtiyojlaringni qondirib bo'lganingdan keyin butun jamiyat haqida o'ylash ana o'sha yerda shakllanadi. Agar senga ota-onang buyuk maqsadlarni, oliy himmatli bo'lishni o'rgatishsa yoki ustozlaring. Ya'ni jamiyatda, umuman atrofimizda endi jamiyat degan so'zni xuddi nima desa ekan, balandparvoz gapiradigan odam deb tasavvur qilishmasin. Atrofimizda, mahallangdadir, misol uchun Toshkentning o'zidami, O'zbekistonda desamda, muammodan ko'pi yo'qmi? Muammo qilyotibdi. Uni yechish kerak. Uni yechish uchun odam o'ziga o'zi aytish kerak. Men mana shu muammoni yechaman. Tanlab olib, u muammoni yechish uchun nima resurslar kerak bo'ladi desa, gap faqatgina pul bilan bitmaydi. Shu muammoni yechishga bel bog'lagan insonlar jamoasi kerak. U jamoani sen bir qismi bo'lasan. Boshqara olsang gap bo'lishi mumkin emas. Lekin eng kamida ularni bir qismi bo'lib harakatga keltiruvchi ajralmas qismi sifatida bo'lish uchun shu qarorni avval boshlash kerak. Men shuni qilaman degan qaror bo'lish kerak. O'shanda ichki motivatsiya bo'ladi. Tugab qolmaydi ya'ni. Mashina uy olganingdan keyin. Ya'ni bitta odam o'zi uchun ehtiyoj aniqlab olish kerak. Va o'sha ehtiyoj emas. Jamiyatda muammolar ko'p aslida. Lekin aynan misol uchun tibbiyotda muammo bor, ekologiyada muammo bor. Lekin qayerdan bilaman men aynan o'sha muammo menikiligini. Men o'sha muammoga yechim bera olishimmi? Seni qiynaydi. Misol uchun ko'rib g'ijining keladi. Aytaylik, mana sen ta'lim meni muammoimligini qayerdan bilaman deydigan bo'lsang, maktabda senda muammolar o'zi ko'rina boshlaydi. Men bu so'z mana qo'ysa bo'lmasmidi deysan. Ba'zilikda mana shu uchrashuv nima keragi bor edi deb turib, sen ichingdan o'shatga nolish bildirasan. Bunaqa bo'lsa, bunaqa bo'lmaydimi deb. Yechimlar xayolga keladi. Hali yechim yo'q, lekin shuni muammoligini bilasan. Ko'rinadi senga. Siz misol uchun shunaqa bo'lish kerak deb o'sha yechim emasmi?
dars o'tganda shunaqa dars o'tganda yaxshiroq o'tardi degan narsa yechim emasmi? Har doim ham yechim birdaniga kelmaydi. Misol uchun sen hozir ta'limda muammo borligini bilasan. 11 yil o'qishimiz bizga yoqmayapti yoki darsda mana 17 ta fan o'tirish yoqmayapti deb olsanda, nima qilaylik desa, 2 ta fan o'tirsin deb olsa. 2 ta fan o'tirish rostdan to'g'ri yechimmi? Qattan bilasan. Muammo yechim aniq bo'lmaydi, lekin Yechim muammoni aniq muammoligini bilasan. Mana shunaqa bo'lmasligi kerak deb turib olasan. Yoki sen doktorga borayotgan paytingdagi qanaqadir muammolar senga ko'rina boshlaydi. Doktor mana qilish kerak emasmi deb ichingdan har doim shu haqda yoki misol uchun mana bilasan kimdirlar bor probka yo'lda probka bo'lib ketyapti, mashina qilgan uni muammosi mana shunaqaroq. Lekin aslida biz har doim noliymiz hamma narsa bo'yicha istalgan holatda, to'g'rimi? Lekin har doim seni shu qayta o'ylantiraveradigan bo'lsa, shu sening missiyang bo'ladi. Shuni muammoni kattaroq ko'lamda yechishga harakat qilishing kerak. Shu sizni nima o'ylantiradi ko'p? ta'lim bizda hozirgi shu kecha kunduzda ta'lim insonlarni xulq-atvori va yana ham chuqurroq kiradigan bo'lsak, menda endi insoniyatga kirib ketganman. Misol uchun qanaqadir bitta lokalli joyga bog'lanmasdan, xayolimda o'zim o'ylayotgan narsa. Har bitta insonni o'zini potensialida ishlashini xohlardim. Va birinchi navbatda shu o'zim potensialimni ochishim kerak. Maksimum. Inglizchasiga unlock deydi-yu. Unlock your potential. O'zbekcha tarjimasi salohiyatingni kashf qil. Endi kashf qil degan narsa emas, u shakllantirga o'xshash. Shakllantirish va kashf qilish, ochib yorish, unga imkoniyat yaratib berish. Avvalo o'zingnikini, keyin atrofingdagilarnikini va uni keng ko'lamda qilish. Misol uchun, mana shu podkastdan agar men gapirayotgan mana shu daqiqalardagi demak maslahatlarim deysizmi yoki qarashlarim deysizmi, kimnidir ruhlantirsa va ularni o'zlarini potensiallarida foydalanishga harakatga keltirsa, bu boyga aytayotgan meni muammoimga qaysidir ma'nodagi yechimim. To'g'ri, 10 mingta odam ko'rsa bizani hozir 10 mingta odam kimlardir 10% konversiyada misol uchun zo'r etdilar, mana shunaqa qilsam bo'lar ekan deb bitta maslahatimizni olib o'zini potensialini ochishni harakatini qilsa, biz ham maqsadimizga yo'lishda erishgan bo'lamiz. Meniki shu, men hozirgi qarashlarimga ko'ra. Balkim bu o'zgarar. Qanaqa qilib misol uchun aynan ta'limligini bilgansiz, misol uchun maktabda 10 sano yoki 9 sano vaqtingizda meni og'rig'im ta'lim, shunga yechim beraman degan xayolda bo'lgansiz. Og'rig'im ta'lim degan narsa bo'lmagan. Misol uchun men o'zim analiz qilsam, menda ADHD bo'lgan ekan oldin ham, hozir ana 3ga chiqqan. ADHD bu Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Uni yozib ko'rsatsangiz bo'ladi. Bu diqqat yetishmovchiligi va giperaktivlik. Men o'ta giperaktiv emas bo'lsam ham diqqat yetishmasligi menda bo'lganligini men o'zim sezyapman. Hozir bu yana ham ortgan. Orttirilgan ham bo'ladi yoki aslan tabiatan ham bo'ladi bu tashxis. Psixologik kasallik sifatida qaralsa, bu hozir jamiyatda juda yuqori ko'rinadi. Buni men diqqat qaratib turolmaydi bitta joyga. Ayniqsa bu demak o'sha maktablarda 2 soat leksiya, 2 soat bo'lmaydi, 45 minut bo'ladi. 45 minut misol uchun agar faqat ustoz gapirsa portlab ketadi u odam. Men misol uchun asabiylashardim, portlab ketib boshqa qilib. Qarardim, hamma ham unaqa emas. Cho'sam o'zini ishini qilib, modelni chizib, ustozga e'tibor bermasdan yuradiganlar bo'ladi. Yoki men universitetga boryapman. Bizning universitet Westminster. Yaxshi universitetda o'qiganman, yaxshi professorlarda o'qiganman, lekin shunda ham mana qilsa bo'lardi-yu deb turadi. Atrofni surishtirib qarab, mundoq bilsam, hamma ham unaqa nima qilavermaydi, boshqa qilish kerak degan narsa yo'q. Hamma o'zi bilan o'zi. Endi hamma demaganda endi ya'ni istalganidan so'rasang, bunaqa his qilgan emas. Shu muammo doirasida. Misol uchun bundoq qilsa-chi deb o'ylab, ta'lim ichkarisida. Qanaqasi yaxshiroq dars berish kerak. Shu uchun ham mana hozir ustozlarni, men avval o'zim ustoz bo'ldim, ta'lim, tarbiya, ingliz tilida dars berib, odamlarga yordam bergan bo'lsam, oxirgi 6 oy, 1 yil ichida onlaynga ustozlarni o'tishga tayyorlayapman. Hozir endi filtr qo'yganmiz. Uning uchun ustoz birinchidan offlaynda o'zini natijasi bo'lish kerak. Ustoz ekspert sifatida arab tili ustozim onlayn, offlayn dars beradi, ona tili va matematikaning farqi yo'q. Undan tashqari ikkinchi filtr bu o'zini o'quvchilarining natijasi bo'lishi kerak va uchinchisi puli bo'lishi kerak. Onlaynga kirish oson emas. Mana shu uchalasi bir bo'ladigan bo'lsa, u insonga biz yordam beramiz. Ta'lim sifatini onlaynda ham saqlab qolib, ko'proq insonlarga yordam berishga. Keyingi bosqichga o'tishga. Ha. Bu nima desang, bu ham boyagi missiyani davomida, qanaqa qilib ustozlarga yaxshiroq dars o'tishlari uchun
Qaysidir ma'noda qo'limdan kelgancha yordam beryapman. Siz ularga o'rgatsangiz, ular o'zini o'quvchilariga yaxshiroq dars o'tadi. Misol uchun bitta oxirgi кейsimizda mana Qilichbekda SAT bo'yicha kursimizda 500 kishidan oshiq odam yozildi. Bizda o'sha may oyidagi qabulda. Xo'p, bu nima degani desa, 500 kishini yaxshiroq ta'lim berishiga men o'rgatgan ustoz sababchi bo'ladi. To'g'rimi? Shunaqa ekspertdan 10 ta bo'lsa 5000 ta bo'ladi. Va buni biz compounding effect qilsak bo'ladi. Shunda muammoni yechimini tezroq borgan bo'lamiz. Anaqa Jahongir akaning zo'r missiyalari bor-ku, milliard odamni, 1 milliard odamni, 1,5 milliardmi nechtadir raqam aytganlar, milliard bor ichida ingliz tilini o'rgataman degan qanaqadir missiya qo'yganlar, moto bilan Cambridge harakatlanadi. Bu ham juda zo'r, qanaqadir milestone qo'ysa arziydigan. Endi buni qanaqa o'lchanadi, men to'g'risi bilmayman, lekin maksimum harakat qilinadi. Shu raqamlarni erishishga bizga ham shu qatori. Sof. Hozir maktab bilan universitetdagi muammolarni ko'rganman deb aytdingiz. O'zi qanchalik foydali maktabda o'qish, ya'ni misol uchun ko'pchilik o'zim ham oddiy maktabda o'qiganimda zerikib ketardim-da. Hozir ham o'zi o'rtoqlarimga gapirchaman. Shunchaki borib kelishadi. Hech nima o'rganishmaydi, faqatgina vaqtlar ketishadi. Undan ko'ra maktabga bormasdan, repetitorga borib o'rgangan boshqa do'stlarim bor. Ular ancha oldinroq уже ALS, SAT bor, boshqasi bor. Shunga fikringiz qanaqa, ya'ni maktab tizimi haqida? O'zi eng ideal maktab tizimlarida ustoz shogirdlik yo'nalishida o'qilish kerak. Ustoz shogirdlik yo'nalishi nima deydigan bo'lsak, bu aytaylik, sani boshlang'ich ta'limda ustoz o'rgatadi, bizga misol uchun ham o'qishni o'rgatadi, ham yozishni o'rgatadi, bitta ustoz o'zi o'rgatadi, to'g'ri? Boshlang'ich ta'lim tipida faqat 30 ta odamga, 40 ta odamga o'rgatadi shuni. Kamroq sonli odamlarga bitta muallim biriktiriladi. O'sha muallimning vazifasi bolaga odob axloqni, o'qishni, yozishni o'rgatish bo'lishi kerak. Bola ma'lum bir yoshga yetguncha, aytaylik 7-sinflariga borgungacha unga o'qish, yozish, odob, axloq o'rgatilsa, undan keyingi holatlarda kasbga yo'naltirilgan bilimlarni berish kerak. Aytaylik, aniq fanlar deysanmi yoki misol uchun tillarga deysanmi, o'shanga qarab uni o'zini yo'nalishlari ajratish kerak. Yo'nalishlarni aniqlab olish alohida masala. Har bitta bolani o'zining individual salohiyatidan kelib chiqib qilinadi. Endi maktab tizimi nimaga unda bunaqa deydigan bo'lsang, buni san iqtisodiy tarafdan ham ko'rishing kerak. Iqtisodiy jihatdan har 10 ta bolaga bitta muallimni yetkazib beradigan bizda institut yo'q. Institut deganda bu qanaqadir bino tushunilmaydi. Misol uchun jamiyat, ya'ni bizda yetarlicha pedagog ustozlar yo'qki, bizni aholimiz o'sib kelayotgan O'zbekistonni ta'minlab bera oladigan. Ya'ni savolda aniqroq qilib aytganda, o'zingiz maktab ochsangiz, qanaqa formatda ochgan bo'lardingiz? Uni tizimi qanaqa bo'lgan bo'lardi? Xo'p, shu haqda o'ylayapmiz hozir. O'zim men hozir aytayotgan fikrlar osmondan olib aytilgani yo'q. Mana Aziz akani podkastlarini ko'radigan bo'lsa, Aziz Rahimov. Misol uchun Rahimov skoldagi ta'lim tizimini o'rganish, ya'ni shu tizimni yo'lga qo'yish uchun, misol uchun bu yerda Yaponiya ta'limi deysanmi, Koreya, Xitoy yoki Yevropa mamlakatlaridagi barcha ta'lim tizimlari yoki Finlandiya ta'lim tizimlari o'rganib chiqilganda, misol uchun global borilib, research qilinadi, tadqiqot qilinadi va buni lokalga, ya'ni mahalliylashtirish qanaqa bo'ladi degan narsa ustida ishlanadi. Ya'ni yangi Amerika ochilmaydi. Bor strukturani moslashtirish kerak. Chunki baribir bizda, misol uchun yana bitta oddiy, juda bir kichkina nyuansidan bittasi, mana Behruz aka maktab ochyaptilar. Xususiy maktab ochadigan bo'lsang, ota-onalar xususiy maktab rus tilida bo'lishi kerak deb o'ylashar ekan. Bolamni xususiy maktabga beryapman-u, rus tilini o'rganib olish kerak. Tushunasan? Toshkent sharoitidami yoki viloyatlarda? Yo'q, viloyatlarda ham. Ularni xususiy maktab tushunchasiga ko'ra, ular bolasini rus tilida o'rganishni xohlashadi. Hamma fanlar rus tilida bo'lishini. Nima degan gap bu, birodar? Nimaga bizga rus tili kerak? To есть rus tilini men hurmat qilaman. Juda boy til, o'rganadigan bo'lsak, O'zbekistondagilar rus tilini bilsa yaxshi. Hali ham baribir bizda o'sha rus tiliga bog'liq joylarimiz juda ko'p. Misol uchun rus tilini o'rganmaslik, rus tiliga qarshi chiqmoqchi emasman. Bilsang zo'r, adabiyotni o'qiy olsang to'g'rimi? Lekin hamma fanlarni rus tilida o'qishga ehtiyoj yo'q-ku.
Ya'ni xususiy maktab vazifasi bu rus tilini o'rgatib berish emas aslida. Yo'q, rus unaqa emasdi. Kengroq tushuncha bu har bitta bolani o'ziga mos bo'lgan, demak, qobiliyatlarini ochish ham aytmoqchi bo'lgan narsam, har bitta bolani o'ziga mos qobiliyatlarini ochish bu maktabni asosiy anaqasi bo'lishi kerak. Vazifa. Missiyasi. Uning uchun imkon qadar berilgan unga demak, topshiriqlar uni nimalarni aniqlab olish kerak? Kuchli taraflarini. Misol uchun, jamoaviy berilgan uyga vazifalar 4-5 ta bola birga qilish kerak bo'lgan uyga vazifa. Uyga vazifani bajarganligi 5-4 muhim emas. Bajarish jarayonida uni 5 tasi bir-biri bilan qanaqa kelishdi? Qaysi biri lider bo'ldi? To'g'rimi? Sen lider bo'lasan demaydi ustoz. O'sha yerdan avtomatik kuchli energetikasi, kuchli shaxsiyat, kuchli odam o'zing anaqa bo'ladi, lider bo'ladi. U liderligini bilish kerak ustozlari. Bu lider bo'lish kerakmi? Unga liderlikni o'rgatish kerak. Va yana bitta narsa. Hamma lider bo'lish shart emas. Kimdir ergashuvchi bo'ladi, kimdir boshqaruvchi bo'ladi. Faqat boshqaruvchini tezroq aniqlash kerak boshqaruvchiligini, ergashuvchiligini. Endi ergashuvchi deganda odamlar o'zini mana ergashuvchi deyotdi deb yerga qarab qolmasin. Yo'q. Armiyani ergashuvchilar tashkil qiladi. Generallar bitta bo'ladi, to'g'rimi? Va ular bo'lmasa aslida menejer asosiyasi kuchi bo'lmaydi. Albatta. Asosiy kuchi o'zida ergashuvchilardan tashkil qilinadi. Albatta. Va bu yerda menejer degani oliy tabaqa degani emas. Faqat uni mexanizmdagi o'sha o'rni shu. Bularning o'rni shu. Har bitta odam mexanizm o'rnida ishlasa, butun soat to'g'ri vaqtni ko'rsatadi. Shu. Savol nima edi o'zi? Adashtirmadimmi? Ya'ni o'zingiz maktab ochgansiz. O'zimiz maktab masalasi. Maktabni ochish masalasida aynan qanaqangi ko'rinishda to'g'ri ta'lim tizimini qurish bo'yicha menda hali ham tadqiqotlar ketyapti. Tadqiqot aktivni bo'lmayotgan bo'lsa ham, baribir har xil o'sha misol uchun hozir Behruz ekan Buxoroda ochyapti maktab. Ochilish jarayonidagi ichkarida nimalarni qilyaptilar, qanaqa ko'rinishda bo'lyapti, har bittasini o'rganyapmiz. Boshlagan sari yo'l ochilar ekan. Misol uchun men ham xususiy maktab ochishga qaror qilib, investitsiya jalb qilish harakatiga tushadigan bo'lsam, xudo xohlasa ochiladi. Chunki bir orqada bagaj yig'ilib kelyapti deb, ta'lim ichidamiz, muammolarni ko'ramiz, universitetlarning ichida o'rganasan, maktab boshqa ta'lim tizimlarini va xalqaro standartlarni o'rganib, shunaqangi ko'rinishda oxir oqibatda bitta unikal yechim sifatida produkt ishlanadi. Ya'ni maktab, ichki tizim, ta'lim tizimi. Lekin imkon qadar o'sha tarixiy o'zimizni sharqona usullarda o'tilishi tarafdoriman. Qadriyatlarga asosan. Endi qadriyatlar degan so'zni ham hozircha aniq qo'yishdi, xuddi ma'naviyat so'ziga o'xshab. Qadriyat deyishyapti, aynan nimani nazarda tutishayotganini o'zlari ham bilmasdan, lekin shu gapingda ham jon bor. Zo'r. Universitet mavzusiga o'tsak, o'zi qanaqa qilib aynan Westminster tanlagansiz? Chet elga ketish misol uchun variant bo'lmaganmi yoki boshqa universitetlar ko'rmaganmisiz va aynan nimaga law bo'yicha? Zo'r. Xo'p, Westminster masalasi endi hammada har xil orzular bo'ladi yoshligidan. Menda qattandir o'sha yig'ishli binosini ko'rib qolib, mana shu universitetga kiraman degan narsa bo'lgan va Westminster universitetiga kirish imtihonlari mana apreldan boshlanadi. Apreldan boshlanib, sani javobing chiqadi iyunda. Uchun hozir iyun bo'lsa, 10-iyun, 15-iyungacha bo'lgan holatda topshirganlar matematika imtihon topshirsa, IELTS ni sertifikat topshirsang bo'ldi. Eng kami shu 5,5 ham olishyapti. 6 deb tasavvur qilsak, menda 6 bo'lgan shu paytda. Matematika imtihonidan o'tadigan bo'lsa, bo'ldi, kirdim kontraktga. Xo'p, endi 6 bilan chetga ketib bo'lmaydi, ketsa ham kontrakt bo'ladi va uydagilar risk, misol uchun ruxsat berishmasdi va men ham xayolimda chetga ketish kerak degan qanaqadir g'oyalar bo'lmagan. Nimagadir, bilmayman. Xayolimda Westga kirish deganman va Westga kirish ham qanaqadir kira olarmikinman degan narsa bo'lgan. Men kira olganimdan xursand bo'lganman va DTM imtihonlariga ham bormay qolgan. Bo'ldi, shu yerda o'qiyman degan narsa. Endi commercial law masalasiga keladigan bo'lsak, juda ko'p narsalar nima qiladi? Bizda 1 yil vaqt bo'ladi foundation o'qib olib, hamma uchun bir xil mavzular o'tiladi. U yerda xuddi 12-sinfga o'xshash bo'ladi. Endi mavzular misol uchun maktabdagi tarix, ona tili emas. Westminster o'ziga xos, misol uchun global citizen degan nima biz bo'lardi. Global citizen degani bu sani mindsetingni problem solvingga o'rgatadi. Birinchi kursdan juda ko'p qovunchirganman. O'sha problem solving degan narsani bilmasdan-dek. Va sani xalqaro fuqaro sifatida tarbiyalashadi o'sha modulda. Bundan tashqari akademik English bor. Bu yerda ingliz tilini ustida ishlanadi. Istalgan universitetda 2-kursdan sohani tanlashingdan qat'iy nazar akademik English kerak, courseworklarni yozish uchun,
akademik journeyni, ya'ni o'sha bu yog'iga endi akademik anaqa desak-ku, holat desam, gapirish usuli, yozish usuli bor. Oddiy emaillarda ustozlar bilan qanaqa munosabat o'rnatish kerak. Ertaga agar o'sha o'zingni sohang, misol uchun finans bo'lishi mumkindir, iqtisod bo'lishi mumkindir yoki bizlarning tijoriy huquq sohamizmi, istalgan sohada ishga kiradigan bo'lsang, ishxonani ham tili baribir akademik ko'rinishda bo'ladi. Shuning uchun shu o'rgatiladi umumiy. Va bizda ikkinchi semestrdan boshlab optional module tanlanadi. Ya'ni xohlaganing tanlab olasan, ko'rish uchun ikkita tanlash mumkin bo'lardi. Men eng qiyinlari iqtisod va huquqni tanlaganman. Finansga yetarlicha matematikam bo'lmagan va qiziqmasdim. Ja matematika bo'lib chuqurlashib ketishi, IT ni Westda o'qish variant emas edi o'sha vaqtlarda. Balkim hozir yaxshi bo'lgandir, men hech kimga yomonlamoqchi emasman. Juda ko'p aytishniklar chiqadi Westdan ham gap bo'lishi mumkin. Просто menga qiziq emas bo'lgan. Biznesni o'qish uchun $3000 sarflash men uchun ahmoqlik bo'lgan. Uzr, yana hammaga просто biznes qilish kerak, 3000 ni olib o'zimda, to'g'ri, shunaqa deb o'ylaganman endi har holda. Yana nima qolyapti bizda? Ekonomika. Economic with finance. Shuni o'qib ko'rish mumkin edi. Olganman. Nima qilib, как бы birinchi yilda va huquqni. Endi solishtirish ketyapti. Ustozlari, misol uchun dars o'tish stilistikasi hammasini solishtirgan paytimda bizni tijoriy huquq fakultetidagi ustozlarni klassi, ularni gapirish uslubi, kiyinish uslubi, odobi hammasi men uchun juda ma'qul bo'lgan. Misol uchun ularni ko'rib, wow, katta bo'lsam shunaqa bo'laman derdim-da. U ustozlarning gapirish usulidan, kiyinish usulidan. Ular endi huquqshunos o'zlari PhD lar qilishgan professor odamlar-da. Misol uchun bizga dars berganlar. U yoqda aynan loda. Economicsni yomonlamoqchi emasman. Prosta lo juda yoqqan. Va bizdan bir yosh katta fakultetda o'qiydigan akalarimiz bo'lishardi. Ular hammasi kostyum shumlada, 3-4 tasi bitta bo'lib yurib qo'yishardi. Endi qara, wow. Shu zo'ru, mana shunaqa bo'laman degannaqa bo'lar. Lekin bilmayman, chesta qanaqa bo'ladi, lo, kim bo'lib ketaman, u nimalar qilish kerak, shunaqa narsa yo'q. Prosta xas, mana shunaqa bo'lsam zo'r bo'lardi, deyman. Ya'ni o'z bir nuqtangizni ko'rgansiz. Bir nuqta ko'rilgan. Mana shu yoqda status bor ekan, kostyum bilan boshqacha ko'rinyapti, deb. Va xato qilmagan ekanman. Kirganman va eng adekvat odamlar bilan shu 120 ta bizning fakultetdagi shu lodagi kursdoshlarimiz bo'lsin, maza qilib o'qiganman. Zo'r insonlar. Rosa qiynalganmiz. Yig'lagudek bo'lib kurs o'ylarini yozardim. Nimaga tanlaganman deb rosa qiyin bo'lardi chunki men ham ishlardim, ham loni o'qirdim. Loni o'qiganlar ishlasa mazasi qochib qoladi, chunki bizda juda murakkab. Oddiy citationlarni o'sha Oscola referencing style'da qilish kerak deb qo'yishadi. Bu har bitta qattandir, misol uchun bitta artikeldan olasan yoki bitta researchdan olib qo'ysang, fikrni, mavzuni yoritib berishda, uni kim qayerdan olganingni belgilab ketishing kerak. Uni bu yoqda yoritish shunaqa mana shu qiyin bo'lgan o'sha narsani o'zi oddiy. Endi o'tda research qilishni tasavvur qil, kitoblarni o'qishni tasavvur qil. Ko'p anaqa o'quvchini o'zi o'qishi talab qilinadi bu yerda. Shu uchun ham biz kursdoshlarimiz bilan yaqin bo'lib ketardik, chunki muammoimiz bir xil, uni yechishimiz kerak. Bizda zo'r tarafi Westda boshqa hamma fakultetda ham shunaqa har bitta semestrda modul tanlanadi. Birinchi semestrda odatda hammaga o'sha core modules o'tiladi, asosiy, ya'ni hamma 120 tasi shuni o'qiydi. Bizda 120 ta bo'lgan. Misol uchun tushunish uchun finansda 450 ta odam o'qiyapti fakultetda shu yildagi, economicsda 300 nechtadir. Ya'ni har bittasida bo'lsa, loda eng kam 120 ta odam. Chunki qiyin, hamma topshirmaydi. Xo'p, shu 120 ta odam har bitta guruhda, misol uchun 25 tadan bo'ladi. Keyingi safar optional o'zgarganini hisobiga umuman boshqa guruh bo'ladi. Ya'ni bitta yilda ikkita semestr 2 xil gruppa bilan o'qiysan. Men 4 yil 8 xil gruppada o'qiganman. Shu 120 ta odam hammasi bilan deyarli tanishmiz. Bu zo'r networking. Networking ham zo'r. Misol uchun hozir meni tanishlarim prokuraturada ishlashadi. Xususiy o'sha law firm deb qo'yadi, o'sha o'zbekchasi tarjimasi, o'sha yuridik firmalar, tijoriy masalada biz jinoyat kodeksini ko'rmaymiz, lekin shu jinoyatga kirib ketadigan prokuratura jinoyat bilan ishlaydi, to'g'rimi? Endi prokuratura ham har xil nimalar bor. Bizda har xil joyda tanishlarimiz bor. Misol uchun sudda ham, boshqa joyda ham. Men bo'lsa biznesdan, marketingdan ketdim. Va biznes marketing jamoat boshqarish deysanmi, hammasida tijoriy huquqda o'rgangan bilimlarim qo'l keladi. Chunki tanqidiy fikrlash, stressda o'zingni tutish, insonlar bilan muloqot qilish, huquqshunos, yurist odamni
Nima ustunligi bor desang, u tez fikrlay oladi, muammoga tez yechim bera oladi, odamlar bilan kommunikatsiya qiladi, tezroq motivlarni aniqlaydi, motivga mos yechim beradi, yechimiga mos keyingi qadamlar, strategiya tuzish, uzoq muddatli ko'ra olish, qisqa muddatli tezroq qarorlarni qilish, bularning hammasi yuridik fakultetda o'qigan bilimlarim asosida kelgan va shakllangan. U yerdagi professor, misol uchun Germaniyadan professor kelganlar bizada o'zimizni shu yerda Javlon Vahobov degan ustozimiz bo'lardilar. Bu kishi Braziliya Amerika elchisi, tashqi ishlar vazirligida o'sha vazir o'rinbosari darajasida inson bo'lganlar va prezident maslahatchisi. O'sha siz ustozingiz bo'lgan. Bu kishi bizning ustozimiz. Tushunyapsizlar, ya'ni qanaqa darajani. Va bu insonlardan siz to'g'ridan-to'g'ri dars olishingiz sizga juda katta tajribalarni beradi. Ular real hayotda shu kecha kunduzda ular ambasador bo'lib, elchi bo'lganlar, US Embassy'da O'zbekiston anaqasi bo'lib, elchisi bo'lganlar. Shu yerda yashab, faoliyatlarini olib borganlar. Qaytib kelganlaridan keyin universitetda ham dars beryaptilar misol uchun va faoliyatlarini davom ettiradilar. Shunaqangi darajadagi insonlar bilan siz agar birga bo'lsangiz, dunyoqarash kengayadi va insonlarni klasslarni ajratganda yuqori klass qanaqaligini, o'rta klass qanaqa, quyiq qarab boya nima? Bu yoqda eshik zavodda kraska sepadigan shogird bo'lib va bu yerda vazir o'rinbosarini shogirdigacha bo'lish orasida sen har xil turdagi insonlar bilan ishlagan bo'lasan, ular bilan muloqotda bo'lasan va kimga qanaqa gapirish kerak, qachon, qanaqa tutish kerak odam o'zini degan savollarga javob avtomatik keladi. Va o'zingni shunga mos tutasan. Va agar sen o'zingni har bitta qarshingdagi odamga mos tuta oladigan bo'lsang, nima bo'ladi? Osonroq munosabatga kirisha olasan, osonroq muammoni yechasan. Men hozir istalgan taksichi bilan gaplashib keta olaman. Yoki kostyum kiyib kelgan, hozir misol uchun Shayxon Tohirra hokim keladigan bo'lsa, hokim bilan o'tirib gaplashib qo'yamiz. O'zimni yo'qotib qo'ymasdan. Ya'ni ular jarayonda shakllanganda, ya'ni bosib o'tgansiz shu yo'lda. Shu yerda bosib o'tish kerak. Shuning uchun universitet kerak emas deb aytishadi. Atrofimizdagi juda ko'p yoshlar, kuchli yoshlar bilan ishlayman. Men misol uchun hozir jamoaga ham yig'amiz buni. Qodir o'zi ham universitetda o'qimaydi, universitet kerak emas deb hisoblaydi bu yigitlar. Chunki bular anaqa outliers, ya'ni o'zini yoshiga qaraganda daromadi, o'zini jamiyatdagi o'rni va boshqa jihatlaridan bular ustun yoshligilardan va o'zini yoshlari bilan bir xil odamlar bilan tushib qolganda ularning dunyoqarashi bilan tushmagani uchun universitet kerak emas deb o'ylashadi. Lekin aslida universitet sizga aynan o'sha tengdoshingizni siz tengdoshingiz aqlli bo'lganingiz uchun kerak yoki kerak emas degan narsa yo'qda. U yerda butun jarayondagi ekosistemani ko'rish uchun, o'sha yerda yashab o'tish uchun kerak. Va to'g'ri universitet kerak. Misol uchun, deylik, qanaqadir bitta chujoy yangi ochilgan xususiy universitet, o'zi umuman ta'limga aloqasi yo'q bo'lgan odamlar ochgan universitetda zauchniy bo'lib o'qiydigan bo'lsam, universitet menga hech narsa bermaydi. Qanaqadir diplom qog'ozdan tashqari. Lekin agar siz haqiqiy yaxshi universitetda o'qisangiz va u yerda social life bo'lsa, ijtimoiy hayot, bizda uchun juda ko'p har xil eventlar bo'ladi, banklar keladi, tadbirlarni o'tkazgani, har xil nimalar va bu jarayonda sen o'zing uchun xalqaro demak tadbirlarda qatnashishi juda ko'p narsani olasan va bu ertaga seni kuchli muammoni yechuvchi problem solver qiladi. Agar sen biznesda ketaman desang ham, xususiy sektorda yoki sen davlatda sohasida ketaman deydigan bo'lsang ham, bu juda qo'l keladigan asosiy faktor. AI kelganda ham seni problem solving yoki odamlar bilan muomala qilishing ustun jihating bo'lib qoladi. Ya'ni bu narsani universitet sizga bergan. Shunaqa desa ham bo'ladi. To'g'ridan-to'g'ri bergan deyilmaydi, odatda olinadi. Ya'ni sen bo'lishing kerak. Misol uchun hamma narsa aytilaveradi, lekin sen qaysini olasan? Podkastda ham hozir hamma narsa gapiraveramiz. Misol uchun ketdi gapiraveradi, lekin kim nimani oladi? Kim uni qo'llay oladi? Misol uchun shu muhim. Mana xulosa qilsak bo'lmasa, universitetda o'qish aslida kerak. Lekin siz outlier bo'lsangiz, 4 yil umr bunga arziydimi? Ya'ni undan ko'ra boshqa o'zini ishini qilib, try and error qilib, xato qilib o'rgangan yaxshiroq emasmi? O'sha outlierlar o'ziga o'xshagan outlierlar bilan birga o'qisin. Borsin Garvardga. Lekin outlierlar asosan akademik jihatdan kuchli bo'lmaydi-da. Qarash kerak. O'zimga maslahat bergan bo'lsangiz, misol uchun men o'zim holatimda universitetda o'qimasligim kerak. O'qish xohlamayapman aslida. Lekin o'qiyman. Uydagilar aytish bo'yicha.
Lekin hozir qayerda o'qiyman, nima yo'nalish bo'yicha o'qiyman aniq bilmayman. O'sha bo'yicha o'zimga individual nasar sizdan bo'ladi. Yaxshiroq universitet tanlab o'qishing kerak deb o'ylayman. Qanaqa? Rostdan yaxshiroq universitetda. Misol uchun O'zbekistonda qolasan, to'g'ri? Ha, O'zbekiston o'qiyman. Xo'p, O'zbekistonda bo'lsa, biznes uchun meditsin yaxshi. Loyihalar qilishadi. Ha, misol uchun, hozir mana Central Asian University ham yaxshi deb aytishyapti. British Management yaxshi deb aytishyapti. Ichkariga kirsang bo'ladi. Kuchli insonlar o'qishyapti. Westda ham hali beri tushgani yo'q anaqasi. Misol uchun ichkariga kiradigan bo'lsang, yaxshi odamlar o'qishadi, yaxshi demak networking qilsa bo'ladi. Chista networking uchun kirasan. Keyin yana bitta narsa bor-da. O'sha universitetga kirishing va deylik mana bakalavrni o'qishing, anaqani Alisher Isayevning gaplarida odamlar qabila-qabilaga ajraydi, bilasan? Misol uchun, oddiy sinfdoshlaring ichida ham ishlaydiganlar bilan ishlamaydiganlar, yaxshi o'qiydiganlar, yaxshi o'qimaydiganlar, universitetni bitirganlar va bitirmaganlar, pul ko'p topadiganlar, pul ko'p oq tanli, qora tanli, har doim guruhlarga ajralsa, universitetda o'qiganlar krugiga san agar o'qimagan bo'lsang kira olmaysan. Lekin o'qigan bo'lsang, Kirish qanchalik o'qimaganlarning kirish o'zi qanchalik kerak? Nima foyda olib keladi, ya'ni men o'sha klubga kirsam? Oddiy misol aytaman. Startup loyiha bo'ldi-da. Startup loyihaga Metodist ishlatuvdi, ingliz tili bo'yicha zabon degan loyiha. O'sha yerda startup loyihani founderi bo'lgan kuchli inson bir nechta odamlarni tanlab oluvdilar va ular ichida men ham bordim. Mani videomni ko'rganlar, videomda West haqida gapirganman. To'g'ri, albatta Westminster bo'lgani uchun olmadilar. O'zimni bu yerda misol uchun umumiy kompleks shaxsiyatning rol o'ynab turadi. Lekin akani o'zi ham West bitirganliklari va men ham West bitirganim qaysi ma'noda yordam bergan. Chunki bizda shunaqa g'oya bor universitetda, bizda Valuetarian deb qo'yadi, ya'ni biz xuddi O'zbekistonlik degandek Westminsterlikmiz, tushundingmi? Shu ulab turuvchi jihat bor. Ha, biz we belong to the society. O'sha jamiyatga biz belong to degani tegishlimiz. Tegishli. Shu ya. Shu uchun nimaga o'qimaslik kerak deb radikal qarama. Outlierslar-ku o'xshamay bilasizlar. Men ham eplaganman. Outlier emas bo'lsa ham. Yana bitta variant bor menda. Misol uchun 1-2 yil o'zimni chesti sohalar, har xil sohalardan ko'rib, o'zim qilayotgan ishni maksimum yaxshiroq qilishga harakat qilib, undan keyin chet elga o'qishga ketish varianti bor. Zo'r, faqat ungacha gap yer olib, misol 1 yil yoki 2 yil gap yer olib. Sani holatingda lekin ingliz tilini bilishing shart. Siz bilasan-da, B2 misol uchun, lekin rost outlierlikka da'vogar bo'lsang, nimaga yaxshiroq bilmasliging kerak? Nimaga eng so'nggi texnologiyadagi bilimlarni ingliz tilida tez o'rganmasliging kerak? Misol uchun mana hozir men startaplarga qiziqib o'tirdim. Startup bo'yicha Harvardda bitta ochiq dars bor, 20 How to scale a company, is it scalable or not degan 1,5 soat 2 soatlik leksiyalar. Yoki misol uchun game theory bo'yicha Yale University leksiyalar bor. Ben Pollack bilamiz uchun professor. O'sha yerda Yale universitetida o'qish uchun u odamlar $50,000 pul to'lagan. Lekin o'sha hammani roziligi bilan o'sha modulni qo'yishgan tekinga. Ya'ni shunga o'xshash juda ko'p MITni har xil kurslarni tekinlari bor. Shunchaki o'tirib qum qilib o'rganish kerak. Birinchi masala ingliz tili bo'lib qoladi. Ingliz tilini bilmasang, sen outlierman deyishga noloyiqsan. Zo'r bilishing kerak, zo'r gapira olishing kerak. Ya'ni ma'lumotni o'qisa yoki ko'rsa tushuna olish kerak bemalol. Faqat tushuna olishi, balki ma'lumot yetkazib ham berishing kerak. To'g'rimi? Shuni o'tirib inglizcha gaplashib davom etib ketsa, davom ettira olishing kerak. Ingliz tili ustozi bo'lishing shart emas, ingliz tilini o'rganayotganing to'g'ri. Hamma hozir shunaqa qilib qo'ygan, IELTS'ga qolib olsam ingliz tilini yo'q, birodar. Siz hayotingiz uchun kerak ingliz tili. Kim bizning podkastni ko'rayotgan bo'lsa, ingliz tilini bilayotgan bo'lsa, uzrsiz orqada qolasiz. Yani birinchi qilinish kerak bo'lgan ish bu ingliz tilini o'rganish. Tezroq. Qaysi sohada bo'lsa ham, qaysi sohada bo'lsa ham. Sertifikatga bog'lamang, bilim darajasida. Rostdan yana gapira olasanmi? Zo'r gapira olasan, fikringni oxirigacha yetkazib deb qolmasdan gapira olasanmi? Bo'ldi. O'tding. Topshirib chiqsa 7,5 chiqishi mumkin speakingning. Gap yo'q. Lekin 7,5 olaman deb harakat qilish shart emas. Zo'r harakat qiling, kirsang 7,5 chiqsin speakingning. Kitob o'qiganingda mana so'z nima edi? Mana so'z nima edi emas. Tushun hammasini. To'g'ri? Video ko'rganingda ham to'xtatib tarjima qilib, hammasini prosta 2x da ko'r. Tezroq summary'sini o'qib ol. Misol uchun, ma'lumot bombardimon bo'lib ketdi-yu ma'lumot bilan. To'g'ri, AI ni o'zbekcha ham qilsam bo'ladi-ku deyishing mumkin. Albatta.
lekin ingliz tilida chiqayotgan ma'lumotni ingliz tilida o'rganishing, ingliz tili yaxshi tarafi ham shuki, ma'lumotlar compressed, tezroq. Misol uchun bir varaqlik informatsiyani tarjima qilsang, o'zbek tilida 2 varaq bo'lib ketadi-da. Mana shunaqa deb o'ylayman. Keyin kecha adashmasam bitta fikr keldi. O'shandan keyin ham ingliz tiliga qattiqroq jiddiy kirish harakat qilmoqchiman. Ya'ni misol uchun o'ylaymiz kattaroq misol uchun narsa qilish, katta jamoa qilish, katta loyihalar qilishda, lekin bu yerda kichkina narsalarni yuta olmasak, qanaqa katta narsalarni yutamiz degan fikr keldi-da. To'g'ri. Shu fikrga qanaqa qaraysiz? To'g'ri. Avvalo ertalabki tongni yutish kerak. Uning uchun kechqurungini yutib uxlash kerak ertaroq. Men jamoadagilar bilan bugun urushganman hammani. Obedgacha uxlaysanlar-da, keyin ishlarga ulgurmayapmiz deb yurasanlar-da. To'g'rimi? Obedgacha uxlashni sababi tonggacha uxlamay chiqish. 2, 1, 3, 4 bomdodda uxlaysizlar kerak bo'lsa. Endi bu birodarlar, anavi gap boru, qo'y bilan etni solishtirishi. It ham lakillab kechasi bilan yurib chiqadi, bomdoddan keyin uxlaydi-yu. Shu bilan 9 tarafda uxlasa ham it yo'q dunyoda. Endi anavi qo'y bilan solishtirib aytishganga o'xshab. Xullas shu. Birinchi navbatda basicsni qilish kerak. Buni bilasizlar-ku, yana aytib qilamiz. Prosta qilingda bo'ladi. Eshitib o'tganlar. Oddiy narsalar, misol uchun. Zo'r. Bo'ldi, savolim tugadi nima bu? Podkast tugadi. Bo'ldi. Ishga o'tsak bo'ladi. Hozir o'z aytingiz, oldin har xil joylarda ishlab ko'rganman deb. Necha yoshingizda o'qituvchilikka boshlagansiz? Ustozlikka boshlagansiz? Xo'p, 11-sinfda. Va nima sabab bo'lgan? Ayni misol uchun ustoz bo'laman degan fikrga. Yo'q, o'zi so'rashgan. Misol uchun men o'zimdan kichkina 6-7-sinfdagi biz bilan matematika o'qib yuradigan ukalarimiz ingliz tilini bilasiz, o'rgatib qolmaysizmi degan narsa bo'lardi. Bilasizlarmi, qishloq maktablarida ingliz tili ustoz doim almashtiradi. Bizda lokatsiya o'zaro bo'lgani uchun ham yaxshi ustozlar borishga imkoniyat bo'lmasdi. Shu uchun demak, mendan boshqa yaxshiroq variant bo'lmagan ularda. Men endi shaharda o'zimcha IELTS o'qib yurgan, ingliz tilini tayyorlab yurgan odam sifatida ularga dars berish mumkin bo'lgan variant bo'lganman. Va dars berish boshlaganman, 2 ta, 3 ta, 4 ta, 2 ta odam bilan boshqa qilib, keyin shu bilan 6 ta, 10 ta, 12 ta bo'lib, zalimizni to'ldirib darslarni o'tadigan bo'lganmiz, 2 ta, 3 ta bo'lib. Yuz o'tgansiz dars? Ha, uyimizda zalda o'tilardi. Va bu endi menga to'g'ridan-to'g'ri o'sha vaqtda shaharga borib ingliz tilini o'rganishimga, matematikadagi tugaragimga, maktabda ustozimga o'sha berilish kerak bo'lgan pullarni topishimga imkon bo'lardi. 11-sinf holatimda. Ana undan keyin mana tezgina shu ingliz tili karyeramni tezroq beraman. 11-sinf tugatolmay Westminsterga kirdim. Yoz qalamida dars beryapman. Kuz keldi. Yoz davomida Barnopam bilan tanishib, Barnom kino bilan, demak, ularning kurslarida o'qib boshladim. Shu bilan yanvar keldi. Bu yil tugab, yanvar 15-sida men topshiruvman, IELTS 7 ta oldim. 14 kundan keyin chiqadi javob. 29-yanvar bormi? Bor. Ha, 29-yanvarda javob chiqyapti. Va 7 Barnopam bilan biz o'zi undan kattaroq narsa kutuvdik, sal aniq bo'lib qolgan. Okey. 7 yanvarda yaxshi tushib parladi. Taklif beryaptilar. Davaychi Mirjavob birga ishlaylik. Oybedamiz, misol uchun o'sha paytda. Okey, let's go. Boshlangan. General English kursi bo'lyapti. Qovunchirganman, yaxshi o'ta olmaganman. 4 ta odam kelgan, ertasi kuni bitta odam o'tiribdi. Keyin bitta odam bilan o'taymiz, unga emas men. Keyin qarayman, menda pre-IELTS ko'proq. Tipa grammatika plus speakinglarni aralashtirib, IELTS gacha bo'lgan pre-intermediate darajasidagi o'quvchilarni tipa intermediate olib chiqish bo'lgan. Shu meni nisham. Ko'rinishda boshlanib ketilgan. Bir kun katta yoshli odam keldi, yonida yana bitta opa bor edilar, ikkalalari. O'tirishdi, aytib qo'ydilar Barnopam, bugun o'sha odam keladi deb. Kelyaptilar katta yoshli odam. Kirdilar. O'tirdilar, pre-IELTS endi boshlanayotgan kurs. Bu yerda 4 ta odam bor, yana 6 kishi bo'lishdi, yoki 8 ta bo'ldi, adashmasam. O'zlarini tanishtiryaptilar. Men o'sha ustozimiz PhD uchun kerak bizga. Bo'ldi, tushundim. Qanaqa ustoz nima surishtirib o'tirmadim, dars o'tib ketaverdim. O'zim bilganimcha o'tdim. Kechki paytlar bo'lardi dars 8larda, boshlanib 9:30 tugaydigan. Va dars jarayonida yaxshi o'tganmanki, Barnopam menga yozyaptilar. Mirjalol, ana kuni darsga kelgan odam meni ustozim bo'ladilar. Prokuraturada dars beradigan professor. Va ular siz darsingizni maqtadilar. Zo'r, keep going. O'sha paytda Barnopam ham hali men bilan qanchalik ishlashtirmasliklarda bo'lganlar, shubhalarni ham endi boshlandi, boshqa qildi, yosh bolaman. Bu odam mana pedagogik mahoratimni maqtaganlar, yaxshi o'tdilar, zo'r yo'q, o'zlari ustoz bo'lgani uchun. Va Barnopamni oldida meni ishonchim oqlandi. Ya'ni ular
ishonch Sizga nisbatan ishonchlarda ko'tarilgan. ham ko'tarildi va shundan keyin yana gruppalar ochildi. Barnov ham o'zlari ishonganlari sari meni ham o'zimni ishonchim ortib ketib, o'quvchilar ham ko'payib, shu bilan barakali bo'lib ketdi va biza shu bilan Darxonga ko'chdik, boshqa bo'ldi. U yerda karyeram yaxshi davom etdi. Keyin IELTS 8 oldim. 2024-yil boshlandi va o'sha yerda men endi onlaynda kanal ochib yurta boshladim va birinchi onlayndagi kurslarimni ham qilib, keyinchalik kengayishi rejasida alohida o'zim ofis ochib ketdim Oybekga. Men hamma duolarimni olib, rizochilikda o'zim ochib, bitta xona arendaga olib, tipa o'quv markazi sifatida qilib qilganmiz. U loyiha va undan keyin Mehruz akam bilan birga ishlashga ulanib ketgan Zahab o'quv markazi. U yerda ham ustozlik, ham boshqaruvda Mehruz akamga yordam berish, xatolar o'rganish, insonlar bilan ishlash, stress, kassa rezervlarini qanaqa bo'lishini ko'rganman, arendatorlar bilan muammolarni, o'quv markazi ichidagi o'quvchilar, akademik sistema, target marketing hammasini o'rganganmiz. O'sha jarayondagi kaltaklar bilan. Orada ustozlar uchun dastur ochganman, mentorlik. Bu mentorlikning g'oyasi avval boshda pedagogik mahoratni rivojlantirish bo'lgan bo'lsa, hozirga kelib mana 4-potokda biz ko'proq zapusk, marketing, sotuv qismlariga e'tiborni beryapmiz va allaqachon pedagogik mahorati yaxshi bo'lgan ekspertlarni filtrlab o'tkazyapmiz. Va hozirda full faqat mana shu ish bilan prodyuserlik va ustozlarni onlayn ta'limga tayyorlovchi dastur ustida mentor sifatida ishlayapman. Hozir bizda aktiv loyihalar ketyapti bir nechta va bu loyihalarda hozir biz o'zimizni rekordlarimizni yangilashga harakat qilamiz. Yaxshi bo'lgan keysimiz bizda misol uchun Qilichbek Prof SAT Zone o'quv markazi onlayn maktab sifatida qilyaptilar. Bu yerda mana sherik oldin 50-60 ta o'quvchiga sotib yurganlar. Ana undan keyin biz bilan ishlashni boshlab, mentorlikda o'qib, 40 kun ichida zapus qilindi va 500 dan oshiq o'quvchi kursga yozilishga muvaffaq bo'ldi. Va bu endi 10x bo'ldi o'quvchilar soniga nisbatan, daromadda ham shunaqa 2 milliondan oshiq kassa bo'lgan. Xo'p, hozir shu kecha kunduzda qilayotgan zapus hali yakuniga yetgani yo'q, lekin shu kecha kunduzdagi raqamlarga ko'ra yana biz 2 milliondan oshdik. Lekin bu safargi maqsadimiz 1 milliard edi. Va milliardga hali yetib bora olmayapmiz. O'xshasa boramiz, lekin katta ehtimol bunisi 1 milliard bo'lmasa kerak. Buni harakat qilamiz. Zo'r, tez aytib qo'ydingiz. Tez aytib qo'ydingiz, detalliroq kirmoqchi edim. Ustozlik davriga qaytsak, o'sha Barnaba bilan ishlagan vaqtingizda o'zingizni ustoz bo'laman deb ko'rganmisiz? Yo'q. Shunchaki hobbi sifatida. Buni oldingi podkastimda o'zimcha aytganim uchun o'tib ketib qoldim. Qaranglar, anaqa vaziyat bo'lganmanda mahallada Westminsterga kirganman, bitta bo'lganman. Adashmasam tumanimizda ikkitami bo'lgan, bittasi sal uzoqroqdagi odam, ikkita yoki uchta bo'lganmiz. Balki adashayotgandir, lekin kam edik Westminsterga kirganlar. Endi mahallada bitta bo'lgan odam sifatida butun maktab, mahalla meni tanirdi va ular mendan faxrlanishadi hozirgacha. Mahallamizdan katta ko'chagacha olib chiqib qo'yadigan taksilarning hammasi tanib, har safar o'qishga ketayotganimda, o'qishga ketyapsam, ha, ishlaring yaxshimi, charchamayapsan, qalay bo'ldi o'qishlar? Yaxshi, qayerda o'qiyapsan? Westminsterda. Nima soha? Shu tijoriy huquq sohasi. Endi kim bo'lasan? Yurist bo'laman. Ha, yaxshi. Zo'r, yaxshi o'qi. Xuddi shu har kuni qaytariladi. Tushunsa, 4 yildan beri endi men bechora ingliz tilini nasib bergan odam, xayolimda butun jamiyat menga yoqtirgan, sen hozir universitetni bitirguningcha shunaqa qilsan, universitet bitirganingdan keyin shu sohada ishlashing kerak degan narsa. Ha, huquq bo'yicha ishlashing kerak. Okey, 2025-yil bitiryapman. Lekin baribir hali diplom bizda uchun aprelda o'qishlar tugaydi, bo'ldi. Akademik over, hamma narsa. Va oktyabrda anaqa bo'ladi, graduation. O'sha paytda diplomlar beriladi, unaqa kepkalik, shapkalarni otasan, o'sha oktyabrda bo'ladi. Oktyabrgacha ham vaqting bor. Hali diplom olmading, uydagilar o'qish bitirmadi deb o'ylashadi. Chosam, lekin bitirib bo'lding. O'zing ichida har xil narsalar bilan yuradi. Shu paytda o'quv markazidan stress, urto'polon, kontraktlarimdan, loyihalardan, qaysi joylardan qarzda bo'lgan tam 5 mingga yaqinda. Uydagilarga aytmaganman, ko'rishmasa kerak degan. Xo'p, o'sha 5 mingga yaqin qarz, undan ham ko'p bo'lmasa, oktyabr oyi kelyapti. Graduationlar tugadi. O'shani qarzdan qutulyapman. Nimadir bo'lib, endi u yog'iga qara. Qarzing yo'q. Biroja hayoting yaxshi ketyapti. Dars berib yuribsan, boshqa qolsan. Endi bitta durs step qoladi. To'xtatadi, shu men qilayotgan ish.
oxirigacha shu ish qilamanmi, kimman men o'zi, nimaga anaqa cognitive dissonance, jamiyat va butun ota-onam hamma meni ishga kirasan deb so'rayapti, lekin men qilayotgan ishim o'zimga Boshqa. примерно boshqa kutuvlar bilan reallik to'g'ri kelmayapti. Keyin bir oy tanaffus olganman. Tanaffusdan maqsad o'zim bilan o'zim kelishib olish. O'sha paytda san bilan bir miting qildik, san meni shogirdimsan, birga ishlaganimizda nimalarni ko'rgansan menda degan savollarni so'raganman. Xuddi shunaqa har xil hayotimda hurmat, o'z hurmatiga ega bo'lgan insonlar, men mentor deb biladigan insonlar bilan suhbatlashganman. Yaqin do'stlarim bilan nima qilsam bo'ladi, meni kim ko'rasiz? Ustoz bo'lib eng zo'r ustoz emasdim. Yurist bo'lib bir marta yuristlikda ishlamaganman, misol uchun. Keyin o'sha paytda o'zimga o'zim qaror qilganman. Bir inson o'ziga rizq kelayotgan joyini kesib qo'ymasligi kerak. Akrom Malik so'z aytganda. Bu yerda nima bo'ladi deydigan bo'lsa, bu yerda siz misol uchun rizqingiz o'sha dars berishdan kelyaptimi? Nimaga to'sib qo'yishingiz kerak? Yo'q, men dars bermayman. Yo'q, dars berishdan kelyapti, birodar. Bo'ldi, davom ettiring shu ish. Davom ettirib, mana hozir ham dars berishdan to'xtaganim yo'q. Nimaga? Dars berish degan ingliz tiliga mas'ul. Shu ustozlarni onlayn ta'limga kirishlariga yordam beruvchi ustoz sifatida bo'lsam, hali ham dars berishim davom etyapti. Yoki mana Qilichbekni prodyuseri bo'lsam ham, men boshqa prodyuserlar qanaqa bilmadim-ku. Misol uchun bilimlarni yashirish sharkan ba'zilar. Endi tushunishim bo'yicha misol uchun ekspert o'zi bilsa ketib qoladi degan narsa. Misol uchun shaxsiy brend qilishni yoki qanaqa kontentlar yuritishni hammasini yoki zapusk ichkaridagi texnikalarni hammasini bilib olsa ekspert o'zi keyin qiladi degan qo'rquv bor va bu to'g'ri qo'rquv shunaqa. Chunki ekspertlar ham agar aqlli odamlar bo'ladigan bo'lsa hech kim to'p emas. Buni qarab turmayman, 50% ni berib olishim kerak, 40% ni shu qanchadir foiz kelishilgan bo'lsa berib olishim kerak. O'zim olaman, o'zim qilaman deydi. Lekin bu yerda nyuans borki, men avval boshdan Qilichbekni o'zim aytganman. Chunki Qilichbek men ish boshlamasimdan oldin ham ekspert o'zi qilib yurardi, qilishni biladi, to'p emas. Har safar aytganman, shu kelishuv paytida ham qaradimman. Sen o'zing qila olasan. Meni qo'shilishim qaysidir xatolarni, katta xatolarni oldini olish uchun va ishlarni kengaytirish uchun, jamoani shakllantirish uchun va uni boshqarish uchun, qarab ketayotganimizni to'g'ri belgilab berish uchun kerak. Tizimli tarzda faoliyat qilish uchun. Tizimli yondashish uchun kerak deganman. Va buni bu ongli ravishda biladi. Lekin jarayonda men mabodo men agar ish to'xtatganimizda ham hammasini o'zing bil deb doim o'rgataman. Marketing jihatidan varonkalarni qanaqa to'g'ri qo'yishdan tortib, sotuvda qanaqa tutish kerak, webinarda kanalni qanaqa yuritish kerak, Instagramda, YouTube'da shaxsiy brend nimani qilish kerak, nimani qilmaslik kerak, uni shaxsiyatida rivojlanishi uchun ham men mas'ulman deb bilaman. Misol uchun ertaga sen keng ommaga chiqasan, gapirishni o'rgan, o'zingni tutishni o'rgan, muomalani o'rgan deb misol uchun hozir yaxshi muomalani bilmaydi demoqchi emasman. Hamma atrofimdagi insonlar kuchli. Men ularning yana ham kuchli bo'lishini, top bo'lishini xohlardim. Men o'zim ham shunga harakat qilaman. Bu nima demoqchiman desa, aytganimdek, bitta inson o'zini kelayotgan narsani to'xtatib qo'ymaydi va o'sha ishda davom etadi. Meni holatim shunaqa bo'lgan. Faqat keyingi etapga o'tish bo'ladi. Shuning hozir meni keyingi etapim shu bo'ladigan bo'lsa, endi yana ham ko'plar aytadi, agentvani boshqaruvchi inson sifatida agentvadagilarga, pastdagi o'sha atrofdagi sheriklarimiz, xodimlarimizga o'rgatish bo'ladi. Va bu davom etib ketadi. Ya'ni o'rgatish, ustozlik, mentorlik g'oyasi tugamaydi. Ilm chunki umr oxirigacha olinadi. Misol uchun o'zim qancha o'rganganim sari bu narsani o'rgatib ketishim kerak degan qanaqadir menda nima bor? Qarzdorlik hissi deyiladimi? O'sha bilmayman, nimaga qolganini bilmaslik kerak. Mana ular ham bilsin, shuni qilishsin degan mendagi o'sha umumiy g'oya bor. Zot. O'qituvchilikdan keyin prodyuserlikka o'tishingiz qanaqa bo'lgan? Hozir misol uchun o'zingiz birga zapis qilganmiz. O'xshab olmaganmiz. Kesib faillar bo'lgan. O'sha paytda yaxshi prodyuser olmagan bo'lsam kerak. Kimni prodyuser? Sanmi? Tushunarli savol. O'sha xatolar asosida hozir ishlayapsiz? Yo'q, qara, to'g'ri. Bunaqa narsa bor-da. Men o'sha paytda ekspert sifatida balkim kuchli ekspert bo'lmagandirman deb o'ylayman. Misol uchun, speaking ustoz sifatida kanalimda speaking appdagi hamma savollarning javobi bormidi menda? Yo'q edi. Ekspert sifatida ekspertligim ochib beradigan kontent bormidi? Yo'q edi. Ya'ni o'zim agar ekspert bo'lsam, hozirgi holatimda o'sha vaqtdagi ekspert bo'lsam agar ishlamagan bo'lardim prodyuser sifatida. Sababi o'sha ekspert aslida munosib emas, to'g'rimi? Munosib emas. Endi men misol uchun munosib emas deganda
Agar menga 100 ta o'quvchi bersangiz, 100 ta o'quvchiga zo'r dars o'tib bera olaman. 1000 ta o'quvchi bersa, 1000 ta sizga zo'r dars o'tib bera olaman. Lekin ular zo'r darsni o'tib bera olishimgacha bo'lgan jarayon kontent jihatidan, mani bozordagi o'rnim jihatidan men yetarlicha resurslardan foydalana olmaganman. Misol uchun kanalimizda o'sha paytda 28 mingdan 27 mingtagacha chiqqan bo'lgan deb vaqtida. 30 mingtaga chiqqan. Nimaga o'sha ushlab qola olmaganmiz desa, ekspertligim yetmaganda yoki ekspert bo'lsam ham shuni ko'rsatib beradigan darajada qunt qilmaganman. Doimiy kontent chiqarish, foydali materiallar bilan ulashish, to'g'rimi? Buni hammasi katta mehnat. Shu mehnatni qilmagandan keyin nima bo'lsin? Hozir men qilichimni tindirmayman. Uni materiallarini sifatini ko'radigan bo'lsang, misol uchun hozir endi AI chiqib sal ishimizni osonlashtirdi, lekin shu AI bilan ham qancha ustoz qilmayapti hozir, to'g'rimi? Men juda ko'p narsalar so'rayman ekspertdan qilib berishi uchun. Oddiy biz kecha webinar kanalda CastDev uchun reaksiyalarda so'rayotgan bo'lsak, men shunaqa kelishuv qilyapmanki, obunachilar bilan anaqa progressda har bitta savolimizga reaksiya bosib javob berganingiz sovg'a beraman dom. 5 ta savol, 5 ta sovg'a. Qayerdan unaqa bor? Webinar, hali webinar keladi, webinarga kirishga yana sovg'alar qilyapti. Bu har bittasi resurs. Misol uchun biz qanaqadir eng kerakli materiallardan kursimizdagi qanaqadir yozib olingan darslik yana nimadirlar beryapmiz-da. Bu ekspert uchun stress. Menda nima bo'lgan? Lead magnet sifatida. Qanaqadir qo'llanmam bormi? Qo'llanmam yo'q. Postpon yo'q. Savolga javob bering desa, xo'p, deyman, shu bilan offline darsdan chiqib kelib, borib dizning oldida gapirib, nima bu? Umuman professionalizmga to'g'ri kelmaydi. O'sha paytda o'zim baholasam. Endi bu yoqda prodyuser sifatida ham men professional ishlashim kerak va qaysidir ma'noda shunaqa bo'ldimikinki, o'xshab qoldi. O'xshab qoldi bo'lardi agar bir marta qilganimiz. Biz ikkinchisini ham qilamiz-ku. Hozir ikkinchisida o'tgan safargidan raqamlarimiz yaxshilangan, lekin bu yerda misol uchun biz baqira olmaymiz, chunki xarajatlarimiz o'tgan safargidan juda ko'p. Ya'ni, lekin ba'zi qilinish kerak bo'lgan narsalar bitta. Faqat o'sha yerda bottlenecklarni topish kerak-da. Bizda asosiy bo'lgan narsamiz, misol uchun montajyor bottleneck bo'ldi. Bugun so'mka qilyapmiz, hamma narsani test qila olamiz. Montaj tayyor bo'lsa, bugun targetga o'qishga hamma qarab turibdi. Target budjet ham bor misol uchun, Xudoga shukr, hech qachon pulimiz tugab qolmadi. Butun jarayonda pul bottleneck bo'lmadi-da bizda. Yoki ofis jihatidan desammi yoki boshqa hech nima muammosi yo'q-da, faqat montaj. Montajni biz 5 kishi bilan ishlaganimizda ham muammolar bo'ldi. Juda ko'pchilik xarakterda muammo bor. Montajyorlarni vaqtida ishi topshirmaydi, topshirganini aytmaydi, juda katta stress va mana shu narsalarni biz xato qildik. Endi keyingi safargizga tayyorgarlik ko'ryapmiz. Mana hozir ham bir nechta montajyorni ishga olish jarayonidamiz. Podkastni ko'rib yaxshi montajyorlar bo'lsa, aloqaga chiqsin, bilmadim, qoldiringlar pastda qanaqadir nimadir. O'shani bizga kerak, ya'ni montajyorlar. Buni balkim Instagramga ham kesib qo'yarsizlar. Iltimos, odatda endi mendan kichkina bo'lishyapti montajyorlar, ukajonlarim yoki akaxon. Siz kim bo'lsangiz ham montaj yaxshi qilib deadline-ga amal qiladigan bo'lsangiz, siz allaqachon top 1 montajyorsiz. Faqat yaxshi o'sha ishingizni joy-joyida qiladigan bo'lsangiz, bemalol uncha-munchasidan ko'p pul topsangiz bo'ladi bozorda. Agar topa olmasangiz, menga keling, men sizga ish bilan ta'minlab beraman. O'z montajyorlar juda ish ko'p, misol uchun. Deyarli har kunga ko'raman vakansiyan. Bizning o'zimizga ham kerak bo'ldi. 5 ta vakansiya berdik. Ko'p odamlar yozishdi. Endi biznes ideya montaj, yaxshi montaj qila oladigan odamni kursini qilib sotish kerak. Agar sen prodyuser nuqtasidan qarasang. To'g'rimi? Demak, muammo hammaga montajchi kerakmi? Okey, demak, montajyorlarni tarbiyalaydigan maktab kerak bizga. To'g'ri? Shunaqa qilib ko'rish mumkin. Montajyorlarning asosiy muammosi texnik emas-da, asosan soft skillga aloqador muammolar, to'g'rimi? O'sha soft skill jihatidan ham, xarakter jihatidan ham tarbiyalaydigan ustozlar bo'lsa yaxshi. Jaydari qilib, ishi gap qiladigandek qilib. Chunki rostdan ham bu biznesni bottleneck botib juda ko'p sohalarda. Shaxsiy brendchilar ham desammi, hammada montajyor bilan muammosi bor. Shunaqa. Kaz Asadbek akani taniysiz, video ko'ring. O'shani bitta gaplari bor edi. Adresimni Azraxin so'raganda, qanaqa qilib siz faqatgina to'plar bilan ishlaysiz deb aytgandilar. Telefon vaqtida o'tiraman, o'z vaqtida ishga kelaman. Ishini o'z vaqtida javob beraman. Biroq muammo bo'lsa, o'shani aytaman degan. Boshqa narsa yo'q. O'sha texnik jihatdan eng zo'r masalalar, lekin asosiy jihatlarni shular qilib bergani uchun hozir bozordangiz hamda. Shunaqa. O'zi boshqa sohalarda ham shunaqasida. Misol uchun hurmatni eng tez to'kadigan narsa bu aytganingdek telefonga
vaqtida qaramaslik, xabarlarni vaqtida bermaslik yoki qanaqadir bitta va'da berilsa, u va'dani bajarmaslik yoki bajarolmay qolsa bajarolmayotganligini aytish, to'g'rimi? Misol uchun, agar aytmasang, bo'ldi, hurmating to'kiladi. Mana bunaqa narsa-da, ya'ni har doim bu haqida gapirdim. Tasavvur qil, bitta o'rtog'ing bor, yaxshi tanish o'rtog'ing aytayapti, Nodirjon bilan uchrashaylik 11 da zavtrak bo'ldi, gaplashaveraylik, masala bor. Xo'p, kelyapsan, 11 bo'ldi, lekin u kelmadi. 1 soat kutding, kelmayapti, telefon qilsang ko'tarmaydi, yozsang qaramaydi, ochilmagan ham xabar. 2 soat kutding, soat 1 bo'lyapti, peshin, obetlanish kerak. G'alati nimadir bo'ldi shekilli deding, ketding, bo'ldi. Kechki payt yozyapti, Nodirjon, yaxshimisiz, assalomu alaykum, uzr so'rayman, mana shunaqa bo'lib qoldi, deb vaziyatni tushuntirdi-da. Ertaga qilaylik dedi. Xo'p deding. Erta bo'ldi, kelding. Yana xuddi shu holat. Yana kelmadi. Nimadir bo'ldi, okey, yana uchinchisi bo'lganda yana qilmaydigan bo'lsa, o'sha odam haqida senda qanaqa taassurot bo'ladi? Ikkinchi safar ishonasanmi yo'qmi endi? Ishonmaysan. Xuddi shunaqa odam o'zi bilan ham o'zi munosabati shunaqa. O'ziga bergan va'dani avval bajarsa, ana undan keyin o'zini hurmat qila boshlaydi. O'zini hurmat qilgan odam boshqalarni hurmat qiladi. Istalgan boshqani hurmat qilmagan odam aslida o'zini hurmat qilmayapti. O'sha montajyor deysanmi, yoki istalgan boshqa podkastda kim ko'rib o'tirgan bo'lsa, avvalo o'zini hurmat qilsin, undan keyin boshqalarni hurmat qilish qanaqa bo'lishini biladi. Mentorlik qildim dedingiz. O'zini g'oyasi qayerdan kelganidan o'zim berganman. O'zim misol uchun undan xulosa olgansiz, o'zi qanaqa bozor bu mentorlik bozori, so'zlarga bars o'tish bozori qanaqa? Zo'r. Marketingda samsom degan tushuncha bor. Total addressable marketni ko'radigan bo'lsang, O'zbekistonda 100 mingga yaqin ustozlar bor. Uzr, 100 mingdan ko'p, 100 mingdan ko'p har xil ustozlar bor. Maktablar kesimida o'zi juda ko'p bo'lib ketishadi. Lekin aynan meni filtrimga tushadigan ustozlarni aytadigan bo'lsak, misol uchun, shunaqa keng ko'lamli ustozlar jamiyati bor. Va bu ustozlar jamiyati asosiy g'oyasi avvalo o'zini kasbini o'ta yuqori darajadagi mutaxassisi bo'lsin va o'sha mutaxassisligiga yarasha kompensatsiya o'laroq yaxshi daromad topsin. Yana bir marta aytaman, agar siz yaxshi ustoz bo'ladigan bo'lsangiz, siz yaxshi daromad topishga haqqingiz bor va imkoniyatingiz ham bor. O'sha imkoniyatdan foydalanish kerak. Qanaqa qilib desa, birinchi yechim, siz avvalo borligingizni bildirishingiz kerak. Ijtimoiy tarmoqlarda kontentlar chiqarib boshlash, insonlarga tekin foyda, qiymat ulashib borish va doimiy bo'lish. Va aytaylik, keldi 10 mingta auditoriya. Ularga nimani taqdim qilib sotasiz degan narsani ham bilishingiz kerak. Agar mana shu unsurlar sizda bor bo'ladigan bo'lsa, siz albatta o'zingizni sohangizda qilayotgan mehnatingizga yarasha daromad topasiz. Siz eng sharafli kasb egasisiz va mana shu kasb egasi o'laroq yaxshi daromad topishga haqlisiz. Va meni asosiy vazifam bu yerda ularga o'sha daromadga chiqishlariga to'g'ri yo'l yo'riq ko'rsatish va yo'lda xatolarni oldini olishga yordam berish. Endi har bitta ustoz ham onlaynga kirib ketib, kurs sotib muvaffaqiyatli bo'la olmaydi. Va buni bir nechta sabablari bor. Birinchidan, shaxsiy masala. Har bitta inson ham kameraga chiqib gapirib, o'zini haqiqiy energetikasini, darsxonadagi holatini ko'rsatib bera olmaydi. Chunki baribir bu texnika, texnologiya va bunga mos odam o'zini tutishi, xarizma masalalari, xoh kamerada bo'lsin, xoh kamerasiz bo'lsin, har bitta shaxsning o'ziga xos jihatlari hisoblanadi. Va bu ba'ziviy holatda yo'q bo'lishi, uni o'zining natijasi qancha zo'r bo'lsin, o'quvchilar natijasi zo'r bo'lsin, puli bor bo'lsin, farqi yo'q. Mana shu bazadan o'tmasa, ular onlaynga kirib qanaqadir nimadir ishlarni qoyillatib qo'ya olishmaydi. Lekin bizni eshitayotgan, xarizmasi kuchli bo'lgan, kameraga gapira oladigan va qaysidir ma'noda urinib ko'rgan ustozlar qilmayotganligi, aynan nimadan boshlash bilmayotganligi bo'lishi mumkin. Yoki shunchaki boshlashga qunt qilmayotganligi. O'ta noto'g'ri tushunilmaslik kerak. Ya'ni, xarizma yo'q degani shakllanmaydi degan emasda. To'g'ri, xarizmani shakllantirsa bo'ladi. Sinab ko'rib ko'p tajriba qilsangiz, o'sha birinchi syomkangiz yaxshi bo'lmasligi mumkin. Ikkinchisi keyin yaxshilanishi mumkin. Shu jihatdan ham aytdim. Endi ba'zi xarizmani qanaqa shakllantirish bo'yicha aytib ketish vazifam, shu haqda mavzu ochiladigan bo'lsa, xarizma haqida o'zi har xil kitoblar ham bor. Nima deb aytadigan bo'lsangiz, bu sizni
bir nechta anaqa shaxs sifatida bir nechta nuqtalaringizni birlashtirib, umumiy insonlarni tasavvuri va sizga nisbatan tasavvur qil, xuddi magnitsan va insonlar san tomon tortiladi. Mana shu xarizma deb tasavvur qilsak, bu magnit ko'lamini kengaytirish, qanchalik keng va tortuvchanligini oshirish bir nechta faktorlarga bog'liq. Uni asosiy o'lchamlari sifatida inglizchasiga tushadi. Warmth deydi. Bu iliqlik, mana taft, insonni tafti degan tushuncha bor. Bundoq qarab, turqi sovuq ekan deymiz-ku. Turqi sovuqqa aksi istarasi issiq bo'ladi. O'sha istarasi issiqlik bo'lsa, keyingisi ichkaridan keladigan confidence, o'zbekchasiga ishonch. Ishonchni fake qilib bo'lmaydi. Fake qilish degani bu yolg'onlashtirish. Ya'ni sen ichkaridan o'zingga ishonsangina haqiqiy ishonch hidi kelib turadi sendan ufurib. Lekin xuddi o'zing ishonayotgandek tutadigan bo'lsang, seziladi. Shunaqa odamlarda shunaqa bilmayman, nimaga qatdan kelgan bu narsa? Prosta biz sezamiz u odamning ishonchsizligini, bilintirib qo'yadi. Shuning uchun ishonch kerak, boyga warmth kerak. Endi ikkalasini birlashtirib turadigan emotional control, qayerda qanaqa emosiyada reaksiya bildirish kerakligi, mana shu narsalar bir-biriga bog'lanib ketadi. Xo'p, endi practical advice xarizmasi yo'q insonlarga rivojlantirishi uchun. Birinchi masala, o'zingizni ovozingizni nazorat qilishdan boshlang. Ovozni nazorat qilish degani bu xuddi pianinoning har bitta notasini chalishga o'xshab, ovozni ham notalarini to'g'ri chiqarish. Misol uchun, endi mashhur speakerlar aytadiki, o'sha public speakingni rivojlantirish umuman yaxshi gapirishni rivojlantiruvchilar 5 ta yo'l aytishadi. Birinchisi sifatida tonality deydi inglizchasiga. Bu ovoz toni. Misol uchun, sen yoshlik paytlarimda juda xursand edim degan gapni juda xursand edim deb aytmaysan-da. Xursand edim deb turib, o'sha so'zga mos kayfiyatni ovoz tonida ko'rsatib berish kerak. Yuz emotsiyani ham hal qilish kerak. Yuz emotsiyasida keyingilarda kelamiz. Misol uchun, ikkinchisi melodiya. Ovozni o'sha har bitta so'zga mos o'zini melodiyasini chiqarish kerak. Melodiya deganda boyagi pianino misolida. Misol uchun bitta mini bosib mi desa, bitta eshiting, okey, lekin shuni bosib turadigan bo'lsang, asab buzib qo'yadi. Xuddi shunaqa ovozni ham boshqarishni bilish kerak. Uchinchi eng muhimi, qanchalik baland pastligi. Birdan 10 gacha shkala bo'ladigan bo'lsa, odatiy holatda biz 4-5 gapiramiz, to'g'rimi? Hozir podkastda 5-6 bor. Lekin agar masalan hozir urishib ketadigan bo'lsa, mana shu qarasam, qilmayapsan ujmani. 8-9 ga ko'tariladi. Ey deb qarab baqirishim o'sha 10 bo'lishi mumkin. Lekin hammada 8-9-10 shkala o'zini ovoz toniga moslab bo'ladi. Endi istalgan shaxslarni ham o'zini o'sha nimasini ko'radigan bo'lsangiz, birdan 10 gacha kerakli joylarda ovozni ko'tara olish, kerakli paytda tushira olish fahm farosatga bog'liq. Shunaqa ishlatish kerak. To'rtinchisi, aytganidek, boyagi facial expressions, qanaqa ko'rinishda, qaysi so'zga qanaqa yuz ifodasini berishni bilish. Va bu o'sha body language ga aloqador joylarida endi tana tili deb qo'yadi. Beshinchisi va eng muhimlaridan biri bu pauza olish. Ya'ni to'xtash. Mana hozir ham pauza olish deganda o'zim to'xtadimmi? Nimaga? To'xtaganimdan keyin undan oldin gapirgan gapimni muhimligini bildiraman. Senga vaqt beraman o'ylab olishga. Va bu orqali xoh onlayn da bo'lsin, xoh offlayn da bo'lsin, sen bilan gaplashib o'tiribmiz, kamera yo'q deb tasavvur qilganingda ham qachon to'xtashni bilish, qachon tezroq gapirish, qachon sekinroq gapirishni bilish, bu seni umumiy xarizmangni belgilovchi bitta omil. Keyingi omil ishonch dedik-a? Ishonchni fake qilib bo'lmaydi deb aytdik. Xo'p, unda qanaqa qilish kerak deydigan bo'lsak, asosan ekspertlarning ishonch haqida gapiradigan bo'lsak, bu to'g'ridan to'g'ri ularni o'zini shu sohadagi qanchalik professional ekanligidan kelib chiqadi. Soha bo'yicha bilimlaridan kelib chiqadi. Hozir asosan media sohasini ko'radigan bo'lsak, unda kovlaydigan bo'lsang, aslida o'zi qilayotgan ishni bir marta o'xshab qo'ygani uchun qilib yurganlar ko'p, sohada bitta ham kitob o'qimagan. Endi siz o'sha ekspert bo'lsangiz, tarix ustozi bo'ladigan bo'lsangiz, tarix ustozi bo'lish kerak bo'lgan hamma narsani bilasizmi, yo'qmi? Yoki ona tili ustozi, ingliz tili deysiz, SATmi farqi yo'q. Qaysi soha ustozi bo'lishingizdan qat'iy nazar, o'zingizning sohangizdagi eng so'nggi bilimlar sizda bormi, yo'q? Gapirayotgan gapingizga o'zingiz ishonasizmi yoki o'zingizdan o'zingiz shubhalanib gapirasizmi? Seziladi auditoriyaga bu narsa. Faqat istalgan odam sezadi seni gapirayotgan gapingga o'zing ishonmayotganingni. Avvalo o'zingni o'zing ishontir, keyin boshqalar senga ishonsin. Shuning uchun, demak, fundamental narsa o'zingizning ustingizda ishlashingiz va gapirayotgan gaplaringizda ishonch bilan hosil qilib gapirish. Uning uchun tayyorgarlik ko'rish kerak.
Ana endi ishonch qilayotgan narsangni san gapirib berish jarayonida uni yetkazayotganingda qanchalik to'g'ri ekanligini bilish o'quvchilaringdagi natijalar bilan bilinadi. Misol uchun men qanaqa qilib o'sha biologiya testini yechishni o'quvchilarimga yo'llarini o'rgatdim. O'rgatganim o'laroq ular yaxshi natija qila boshladimi? Bu menga ishonch beradi. Gapirayotgan gapim, o'rgatayotgan usulim to'g'ri ekanligini. Va bu boyagi xarizmani to'ldiruvchi ikkinchi yarmi ishonch. Shu orqali ekspertlar o'zlarini ustilarida xarizmalarini ustida ishlashlari mumkin. Ishonchi teskarisidan qo'rquv deb hisoblanadi. Xo'p, bo'ladi. Lekin bu qayerga olib bormoqchisan bu bilan? Ya'ni men o'zi o'yladim, o'zimga ishonchim past deb. Sababi ko'p narsadan qo'rqaman-da. Ko'p narsani sinab ko'rishdan, misol uchun shunaqa vaziyat bo'lgan. Endi Toshkentga kelgan vaqtim, hatto yo'l so'rashga ham ichimda qo'rquv bo'lgan. Keyin bu narsani tajriba orqali ko'p sinab ko'rib, xato qilib, keyin sekin shaklanishga harakat qilyapman. Hali ham zo'r deb aytolmayman. Bilasan, qo'rquv tushunchasi nima? Hammada bor qo'rquv. Aytaylik, mana shu loyihalarni boshlashimizda men aytaylik, mana shu xonani arenda olish deysammi, narigi xona, ofis arenda, yana boshqa har xil kelishuvlar hammasini anu dovyuraklarcha qilayotganim yo'q. Qo'rqaman men ham. Lekin gap qo'rquvni his qildim, qo'rquv bor qilmayman emas. Qo'rqyapman, qo'rqib bo'lsa ham qilaman. Ya'ni istalgan odamni ba'zi holatda qo'rqish tabiiy. Qo'rqish kerak, chunki bu bizani shu survival methodimiz. Ya'ni agar qo'rqmasak nima bo'lardi? Bizni yeb ketishlari mumkin, to'g'rimi? Hayvon kelyapti, qo'rqishing tabiiy, qochish kerak yoki uni urishib yengish kerak. Xuddi shunga o'xshash hayotimizda ham doim qo'rquvlar bo'ladi. Faqat qo'rqqaning qilayotgan ishingga qanchalik ta'sir qilishi muhim. Odamdan so'rashdan qo'rqasan, lekin qo'rqib bo'lsa ham so'rashing kerak. Yoki qo'rqib bo'lsa ham ish boshlab qo'yishing. Yoki yana oddiy sakrash, sakraganmisan yo bungee jumping, juda qattiq qo'rqasan. Qachongacha bitta sakrab nima qilguningcha qo'rqish bo'ladi. Eng adrenalinni chiqqan joyi. Lekin qilinadi baribir. Endi boya yetib o'tgan holatingda odamdan so'rash holati bu seni shaxsiyatingdagi introvertlik, ekstravertlikni qanchalik bir-biriga bog'liqligida. Misol uchun odamlar bilan muloqot qilganing sari energiyangni olsa, bu senda introvertlikning kuchligidan. Va bu nima emas? Bitta texnikani bug'i bo'ladi-yu, bug'i chiqibdi deb. Bug emas, bu feature. Sen demak kam sonli insonlar bilan ishni bitirasan. Bitta Amerikan prezidentini misol qilib ko'rsatishadi. Mana shu introvert ekstravertlik haqida aytayotganda, juda kuchli liderlar ham introvert bo'lishadi. Ya'ni lider deganda faqat gapiradigan ekstravert, hamma bilan gaplashib ketadigan emas, yo'q. Kerakli odam bilan kerakli joyda bitta gaplashib hal qiladi. Misol uchun prezidentlik saylovi ketayotgan paytda Amerikada bilsang, ular chiqishlar qiladi har bitta shtatga borib, to'g'rimi? Nimaga menga ovoz berishing kerakligini uqtirishim kerak senga prezident nomzod sifatida o'zimni. Demak, men hammaga chiqib ommaga gapirsam, energiyam tugab qoladi, men gapira olmayman. Nima qilaman? O'sha demak 10 mingta odamga yoki 1000 ta odamga kuch yetadigan kim bor kattaroq? O'sha odamni olib kelaman-da, g'oyamni unga sotaman. Bittaga shunaqa bo'lgan prezidentlik saylovi jarayonida o'sha introvert bo'lgan odam yutib chiqqan. Eng oxirgi qizig'i, eng oxirida men datasida kimligini aniqlashtirishim kerak. U yerda nima bo'ladi? O'sha misol uchun borda Texasga, to'g'rimi? Texasda aholisi 50 mingta, 100 mingta bo'lishi mumkin, misol uchun 2 millionta bilmadim. O'sha yerda qaysidir qismlardagi qavmni yoki o'sha insonlarni boshliqlari kim, ishonadigan odamlari kim, rahnamolari olib keladi, u bilan gaplashadi, podvolga tushib переговорlar qilib g'oyasini tushuntiradi. Bitta gaplashib. U odam prezident shu nomzodga ishonadi. Ish olib chiqib hammaga baqiradi. Davay, mana shunga yozib beramiz. Shunaqa prezident bo'lgan. Prezident bo'lgandan keyingi ishlari ham shunaqa ko'rishda ketgan administratsiyada. Kerakli joyga kerakli odam bilan gaplashish. Shu uchun sani introvertliging sani kamchiliging emas, ustun tarafing. Faqat undan foydalanishni bilish kerak. Ya'ni o'ziga kerak vaqtda, o'ziga kerakli insonlar bilan gaplasha olishingiz kerak-da. Lekin unaqa bo'lmasa bu muammo. Zo'r. Hozir jamoa boshqaryapsiz, prodyuser sifatida. Komandada nechta odam bor umumiy? Xo'p, in-house'da 4 ta sotuvchimiz, undan oldin yana 2 ta sotuvchi ham bo'lishgan, roleplay ko'rinishida. Xo'p, PM'imiz bo'lsalar, yana operator, montaj o'rlamishi degan bo'lsak, endi 10+ odam bor. 10+ odamni shunda boshqaryapsiz. Ha. Birinchi bu etapga keladigan bo'lsak, qanaqa qilib siz to'g'ri insonlarni to'g'ri pozitsiyaga oldingiz? Ya'ni jamoani shakllantirish bosqichi qanaqa bo'ldi?
Odam qanaqa bo'lsa, atrofiga shunaqa odam yig'iladi. Energiya yuqumli va tortuvchan bo'ladi. Shuning uchun istalgan shu jamoamizdagi odam meni qaysidir jihatimni hurmat qilib yaxshi ko'rgani uchun men bilan birga aslida. Va men imkon qadar harakat qilaman o'zini sohasini kuchli bo'lgan playerlarni jamoaga tortishga va ular bilan birga ishlab, ularni potensiallarini ochishga va ular bilan umumiy missiya qo'yib, o'sha missiya tomon harakat qilishimizga. Bu yerda juda ko'p ishlar bor, qilish kerak bo'lgan. Endi har xil qarashlar ham bor. Misol uchun jamoaga legionerlarni olib kelish yaxshi emas degan fikr ham bor, chunki ular ertaga o'z boshimchalik qilib, sendan ketib qolishi mumkin degan narsa ham bor. Ketib qoladi qachonki sen ularni motivlarini bilmasang, qachonki sen ularni qo'rquvlarini oldini olishni bilmasang. Istalgan playerning ham qo'rquvi bor. Kimdir stabillik yo'qligidan qo'rqsa, kimdir tizimlash yo'qligidan qo'rqadi, kimdir kattaroq maqsadga turtki beradigan insonni yonida yo'qligidan qo'rqadi. Agar sen o'sha inson bo'lib bera olmasang, ular sendan ketadi. Jamoani boshqaruvchi inson sifatida, to'g'rimi? Shuning uchun demak, agar playerni olsang, playerga mos boshliq bo'lishing kerak. Boshliq deganda ular seni you are our god deb turib qilmaydi, senga buyuk shama unaqa bo'lmaydi. Ular seni haqiqiy inson sifatida hurmat qilish kerak. Ular seni ko'rganda ruhlanadigan inson bo'lish kerak. Bu o'z-o'zidan o'sha yerning lideriga mas'uliyat beradi. U to'xtashga haqqi yo'q. U dam olish deganda-chi anu kayf safoga berilib yoki kayf safoga berilmagan taqdirda ham misol uchun o'zini ustida ishlamayaptimi bo'ldi. Ya'ni neytralka yo'q bu yerda. Yoki ustida ishlayotgan bo'lsa, ishlamayapsanmi deb orqaga ketyapsan. Jamoaning rahbari sifatida, to'g'rimi? Demak, meni vazifam birinchi avvalo avval boshdan to'g'ri visionni o'zim qo'ya olishim kerak, shu qarab ketishim kerak. Keyin savol, kim menga yordam bera oladi? Avatarkasi paydo bo'ladi. Shunaqa ko'rinishdagi odamlar. Qani ular? Chiqaman, gaplashaman, uni motivi nima bilaman, motivga yechim bormi, yechim topishga harakat qilaman, ushlab qolishga, tortib, olib keltirib, uni muammosini yechishga va bir vaqtning o'zida kattaroq uni kuchidan meni kattaroq muammoimni yechishga. Win-win, ikkalasi ham xursand. Endi uni davom ishlab qolish meni qanchalik jamoani boshqaruvchi inson sifatida rivojlanishimga bog'liq. Soha doirasida o'qiyapmanmi, tinmay izlanyapmanmi, yangi xatolar, yangi testlar qilib ko'ryapmanmi, shaxs sifatida rivojlanamanmi? Misol uchun oddiy zalga borishim ham shuni bitta yo'l hisoblanadi. Agar men o'zim zalga borib shug'ullanib, energiyaga to'lmasam, qanaqa bo'ladi energiyaga ega bo'lishni so'rashim mumkin. Men o'zim zalga borayotgan ko'rib, "Aka, men ham ertaga chiqaman" deydi jamoadoshlar. "Men ham zalga chiqishim kerak. Zo'r bizga nasib yo'q. Sekin-sekin. Lekin agar men tashab qo'yib, o'zim hammasini xaltura qiladigan bo'lsam, ketadi ular. Chunki ularda juda ko'p imkoniyat bor. Meni qarashlarim jamoani boshqaruvchi inson sifatida shunaqa. Avvalo o'zimga o'zim qattiq turishim kerak va meni rivojlanayotganimni ko'rayotgan o'sha kuchli insonlarim rivojlanishni boshlashadi. Va ularni o'zlarini ishlashga qo'yib berishim kerak. Ular qaysidir jabhada o'zini sohasidan mendan aqlli bo'lganligi meni asabimni buzmaydi va ularni aqlli bo'lishiga qo'yib beraman. Aslida shunaqa bo'lishi ham kerak, muxlis sifatida. Ularni fikrlarini eshitaman, ular aytganidek qilishga harakat qilaman. Men boshliqman, aytganim bo'ladi deb tursang, uzr. Ular sendan ketadi. Lekin ularni eshitib, "Xo'p, bo'ldi, shunaqa qilamiz" deb. Yoki mana misol uchun shunaqa liderlar borda, bundoq qarayapti, uni qo'l ostidagi inson undan aqlliligini sezyapti, yo uni yo'qotishga harakat qiladi, yoki aqllilik qilayotganida, to'g'ri fikrni berayotganida o'zinikini injiqlik bilan o'qitishga harakat qiladi. Bu narga haqiqiy ekspertga yoqmaydi. Unda bilganini qilib ketadi. Va bir vaqtning o'zida o'sha aqllilik qilayotganini sezgan boshliq o'zini inglizchasiga insecure his qiladi. Bu xavf ostida his qiladi. U mendan zo'r bo'lib ketadi-yu, menni olib qo'ysa, yo'q, unaqa emas, birodar. Ularni kuchliligiga qo'yib ber, ishlashini qo'yib ber. Faqat boya aytganimdek, motivlarini bil, qo'rquvlarni oldini ol. Zo'r. Men ham o'zi shu jihatingizni hurmat qilaman. So'ra 1 yildan oshiqroq birlashgan bo'lsak, nima qilamiz deb o'zimga qo'yib bergansiz-ku. Nima qilamiz, nima qilsak bo'ladi deb taklif berishimga qo'yib bergansiz. O'sha taklifni asosiy qismini ba'zan xato bo'lsa ham, xato qilishimga yo'l qo'yib berib qilganmiz-da. Shu jihati zo'r bo'lgan. Endi misol uchun komandir har xil inson bor, ularning vaziyati har xil-ku. Ba'zilar burnout bo'lib qolishi mumkin, ba'zilari muammosi bo'lishi mumkin oilaviy yoki boshqa jihatdan. Ularga har bittasiga individual yondashib, yondashib qilish kerak. Shuni siz qo'yingiz. Har bittasi bilan alohida qilish. Muammolarni ko'lami jihatidan endi insonlar bilan ishlab,
asosan man ingliz tilida dars bergan bo'lsam, o'sha yerda 10 ta 12 ta odam bitta gruppada bo'lsa, 12 xil muammosi bor hammasini. O'sha vaqtda ustoz sifatida vazifam ularning har birini muammosini yechib, tezroq ularni natija qilish uchun demak push qilish bo'lgan. Vaqtida yupatasan, vaqtida urishasan, vaqtida ko'nglini ko'tarasan, bu ustoz sifatida menda shakllangan demak qobiliyat. Qobiliyat deyilmaydi bu narsa, mahorat, skill. Endi bu mahoratni jamoani boshqaruvchi inson sifatida qo'llash, bu yoqqa o'zgartirish, kontekstni o'zgartirish men uchun osonroq. Va mana shu problem context switching degan narsa bor-da. Misol uchun Samila hozir qaysidir muammoni yechib turib, keyin ish bo'yicha qaysidir muammoni yechib, keyin umuman boshqa narsadagi muammoni yechish meni charchatmaydi. Chunki Samila yechgan muammoyim ham, undan keyingi muammo, undan tashqari muammolarni ham yechish uslubiga ko'ra menda ba'zamda fayllarda qanaqadir yechimlar bor, mental modellar bor. O'sha modellarga qo'yish, decision making frameworklarni miyamda borligi qarasidur turdagi muammo kelsa, uni tezroq hal qilishga yordam beradi. Va bir vaqtning o'zida bu yerda jamoa boshqarayotgan insondan talab qilinadigan narsa bu siz kuchli emotional intelligence ga ega bo'lgan inson bo'lishingiz kerak. O'zbekchasiga emotional intellekt. Xo'p, bu nima deganisi? Bu qarshingdagi insonni nimani his qilayotganini bilish va o'zing ham his qilish. Bular ikki turda bo'ladi. Boshlang'ich novichoklar, ya'ni ular sana hissini his ko'radi, operator hissini his ko'radi, buni hissini, uni hissini his ko'radi deb har xil hissiyotlarni his ko'rgani uchun o'zi charchab qoladi. Lekin keyingi etap bor, bu o'zi kuchliroq, bu endi kuchliroq darajadagi insonlar, ular sana his qiladi va bir vaqtning o'zida o'zini nima his qilayotganligi va muammoga yoki istalgan vaziyatga qanaqa yondashuv berish kerakligini nazorat qila oladi. Sana hissiyotingni o'ziniki bilan aralashtirmaydi va qo'rg'ondan o'tkazmaydi. O'zini hissiyoti bor, o'zini vaziyatga qarashi bor, o'sha vaziyatga qarashi bilan yondashadi. Bu o'zi next level, ya'ni seni ham his qila oladi bir vaqtning o'zida va o'tkazmaydi ichkariga. Uni nazorat ham qila oladi. Xuddi esingdami Kung Fu Panda kelganimda tomchini olgandek oladi-yu. Xuddi shunaqa emotsiyani olasan his qilib, kerakli joyga yo'naltirib yuborasan. Ya'ni o'zini qolibi bor, bubble deyiladi. O'ziga o'tkazmaydi. O'sha yerga o'tkazmaydi chunki o'ziniki kuchli. O'zini nimani his qilishini doim biladi. O'sha his qilganda qanaqa reaksiya qilishini biladi. Shu uchun nargi odam hissiyotlari bunga ta'sir qilmaydi. O'shani rivojlantirish uchun nima qilish kerak? Ya'ni misol uchun o'zimda ham misol uchun ko'p his qilaman-da, boshqalarni qabul qilaman. O'shani o'zimni qolipimni shakllantirish uchun nima qilishim kerak? O'zingni qolipingni shakllantirish avvalo ularni his qilishdan tashqari, o'zingni hissiyotlaringni his qilishdan bo'ladi. Hissiyotlarni his qilish uchun ularni nomlash kerak. Misol uchun menga qanaqa hissiyotlar bor? Qanaqa turga bo'lishi mumkin? Necha xil hissiyot sanab bera olasan? Lug'ating bormi? Misol uchun qanaqa his qilasan o'zingni desam, odatda 3 xil ko'rinishda his qilish mumkin. Umumiy kategoriyaga ko'ra. Yaxshi his qilish mumkin, ya'ni pozitiv yoki negativ bo'lishi mumkin, yomon his qilish yoki neytral, to'g'rimi? Endi pozitiv uchun menga 3 ta sifat aytib bera olasanmi? Xursand. Xo'p. Kayfiyati zo'r. Xursand bilan kayfiyat zo'r foyda bo'ladi. Shu. Bo'ldi. Yo'q, bilmaysan. Hattoki pozitivda qanaqa hissiyotlar borligini bilmaysan. Yomondachi. Xafa. Xo'p. Jahli chiqqan. Xo'p. Asabiylashgan. Yanachi? Buni 3 xil holat bo'lishi mumkinmi? Asabiylashgan. Bo'ldi. Agar sen aynan nimani his qilayotganingni his qilmasang, bilmasang, nomlay olmasang, uni source'ini, manbasini bila olmaysan. Hissiyotlar xuddi mashinada ketayotgan paytingda datchik chiqib yonadi-yu. Misol uchun, benzinni tugayotganini datchiki yondi, to'g'rimi? Sen uni o'chirish uchun mashina urasanmi yo benzin qo'yasanmi? Benzin. Odatda biz o'sha emotsiyalar yonganida o'sha yerda urib o'chirishga harakat qilamiz. Uni manbasi nimaligini surishtirmasdan. Nimaga? Chunki bu chiroq nega yonyapti bilmaymiz. Shuning uchun birdaniga asabiylashib ketamiz. Muammoga yechim qidirmasdan ko'ra kimdir ayblaymiz. O'sha emotsiyalarni avval o'zingnikini his qilib, o'sha datchik yondi. Bu datchik yonganda benzin quyilish kerakligini bilding. Endi keyingi safar kimdadir shu datchik yonib qolganini ko'rsang, muammoga yechim berish bilasanmi? Benzin qo'yishing kerak deysan. Bo'ldi. Endi, xo'p, rahmat, zo'r gap gapirdinglar. Nima qilish kerak, nima baribir bilmayapman degan bo'lsanglar,
iPhone'ni o'zini built-in appi bor, приложение, o'zbekchasiga ilova. U ilovani oti Journal deb nomlangan. O'sha jurnal. U yerda sen har bitta kuningni, misol uchun, har xil rasmlarni qo'yib yoki ovozli xabar ko'rinishida yoki tekst formatida kuningni xuddi jurnalga yozganda yozishing mumkin. Uni bitta zo'r funksiyasi bor. Unaqa skrinshotda ko'rsatib ketsanglar bo'ladi. Qanaqa his qilayotganingni ko'rsatadigan joyi bor-da. Misol uchun, ko'rsatay, telefonimni olib beringlar. O'sha turibdi. Shu yozganingizga qarab, xursandsan yoki jahling chiqqanini bitdi. Yo'q, yozganiga qarab emas, u senga o'zi variantlar beradi. Ha, tanlaysiz. Ha, sen tanlaysan. O'tda misol uchun yaxshi tarafi, sendan mana hozir so'rasam bilmayapsan nimani his qilayotganingni. U senga variant berganida, sen o'zing mana misol uchun ekranda ham ko'rsatsa bo'ladi. Mana, misol uchun qanaqa his qilayotganingni ayt deydi. Neytralmi, yomonmi yoki bunaqami? Bo'ldi. Sen juda zo'r his qilyapsan, keyinga etapga o'tadi. Xo'p, nimadan zo'r his qilyapsan? Qanchalik desa, amazed. Misol uchun, wow bo'lgansan. Yoki misol uchun satisfied, o'zbekchasiga qoniqqan, relief degani bor. Deymiz-ku, mana shu narsa relief bo'lish. Yana shunga o'xshash har xil content, to'lgan, wow, mazza yoki grateful. Bu shukronalik hissi. Xo'p, o'sha his qilayotganlarni yozing, ikkita yoki uchtasini. Keyingisiga o'tkazadi. Xo'p, rahmat birodar deydi. Nimadan kelyapti bu deydi? Sog'ligingdanmi, hobbingdanmi, do'stlaringmi, shaxsiyatingdanmi, ruhiyatingdanmi? Ya'ni sen his qilayotgan o'sha shukronalik hissi bugun ishlarni bajarib qo'yganingdan keldimi? Yoki onangga gul berganingdan keldimi? Yoki story qo'yib like olganingdan keldimi? Qatdan keldi uni source, bo'lgani chiroq qatdan yonib qoldi degan narsani so'raydi. Keyin buni sen belgilaganingdan keyin log qilib qo'yasan, ya'ni emotsiyani saqlab qo'yadi o'sha kun uchun. Va buni bir hafta 10 kun qilgan odam o'zini o'zi sezib qoladi. Ha, men hozir nima qanaqa his qilyapman desa, aytoladi so'zlarda, lug'atda. Mana shunaqa his qilyapman. Endi nimani his qilayotganini bilgan odam ularni nazorat qila oladi. Avval o'zini emotsiyasini his qilib, uni nazorat qila olsa, keyin boshqalarga o'tsa bo'ladi. Zo'r. Hozir jamoa boshqaryapsiz. Umumiy oborotda kattaroq summalar aylanayapti. Misol uchun, aslida pul topish osonroq, uni boshqarishga ko'radi. Misol uchun, ba'zi vaqt mesela o'zimdan ko'proq pul topganman, lekin nimaga sarflab olganimni bilmaganman. Shunchaki ketib qo'ygan. Pul topdim, ketdi. Hech qanday foyda qilgani yo'q menga. O'sha jihatdan o'zingizni moliyangizni va umumiy jamoani moliyasini qanaqa boshqaryapsiz? Harakat qilyapmiz, sen aytayotgandek holat bo'lmasligiga, lekin biz hozirgi boshlang'ich etapimizda o'sishimiz tezligi juda yuqori bo'layotganligi uchun xarajatlarimiz ko'p va bu fundamental qurilish kerak bo'lgan narsalar uchun ketyapti. Bu har holda meni miyamdagi bahonam, lekin bundan ham xarajatlarni kamaytirish mumkin. Aytaylik, men shu loyihaning rahbari sifatida har bitta ketkazilayotgan so'mni nimaga ketayotganini, uni qanaqa optimallashtirish kerakligini bosh qotirish meni vazifam hisoblanadi. Buning uchun dashbord tuzilishi kerak aslida. Endi bizda xarajatlar yozilib boriladi-yu, lekin uni ROI-si hisoblanishi kerak. ROI degani return on investment. Misol uchun sotuvchi komandaga men sarflagan $5000 pulim menga qachon o'zini o'zi oqlaydi, break evenga chiqadi, qachon menga 2x, 10x beradi. Vaqtlar kesimida uning uchun nimalar qilish kerak, nechta loyiha hisob qoplanadi degan fin modelni tuzib chiqish bizning vazifamiz. Endi siz agar o'sha loyiha boshqaruvchi inson bo'ladigan bo'lsangiz va buni bilmayotgan bo'lsangiz, birinchi navbatda Claude'dan so'rab ko'rishingiz mumkin. Aynan nimalar qilish kerak, qanaqa practical advice beradi deb, yoki o'sha sohada sizdan bitta qadam oldinda bo'lgan insonlardan maslahat olish mumkin. Kerak bo'lsa konsultatsiya sotib oling. To'g'rimi? Agar shunaqa narsa so'rayotgan bo'lsang. Demoqchi bo'lganim, hozir misol uchun mana oddiy yechim shu. Dashbord tuziladi. Har bitta ketkazilayotgan pul, kelayotgan pul, uni ROI-si qanaqa bo'layotgani hisoblanadi. Agar shuni doimiy joy-joyda qilib boriladigan bo'lsa, albatta ketkazayotgan narsang senga foyda olib kelayotganini his qiladigan bo'lsang, sekin-sekin nazorat qilasan. Ya'ni yozilib raqamlarda bo'lib ko'rib turilsagina nazorat qilinadi. Agar raqamlarda bo'lib nazorat qilinmasa, bo'ldi, uxlaydi. O'zi foydadan, zarardan bilmaydi, aniq. Ha? Hozir shuncha vaqt energiya ketkazyapti, o'zi foyda topyaptimi, shunisi aniq. Zo'r. Undan keyin misol uchun hali investitsiya bosqichiga yetganmadingizmi? Xo'p, investitsiya bosqichi aslida investitsiyalarning ko'pchiligi stock exchange'larga tikish, goldga tikish, uy olib qo'yish degan narsani qilishadi. Albatta, bu juda zo'r investitsiya. Lekin juda eng muhim bo'lgan va ko'pchilik unutadigan investitsiya bu shaxsning o'ziga qilgan investitsiyasi, ya'ni bilimiga, tajribasiga.
Misol uchun, hozir biz keyingi etapdagi sotuvimizda 1 milliardlik qilamiz deb butun tizimni quramiz deyotgan paytda bir nechta voronkalarni quryapmiz. Bu voronkalarni qurish uchun bizga pul kerak. Va bu pulni qilib ko'ryapmiz va xatolar qilyapmiz. Bu xatolar aslida biz uchun investitsiya, chunki undan kattaroq byudjet bilan fuck-uplarni qilmaslik uchun hozirgi kundagi bizlarni demak qo'pol qilib aytganda o'zimizga qilayotgan investitsiya. To'g'rimi? Chunki eng zo'r ustoz muvaffaqiyat emasda, muvaffaqiyatsizliklar. Hozirgi qilayotgan xatolarimni kalibridan kelib chiqib, ertaga kattaroq holatlarda xatoni oldini oladigan bo'lsam, bu menga fundamental bilim bo'lib, tramplin bo'lib beradi. Nima qilish kerak emasligini bilib olasiz. Nima qilish kerak emasligini bilish uchun har xil joylarga qilib ko'rish kerak. Masalan, borma, kuyasan deydi, kuyib ko'rishing kerak. Kuydim deysan, endi o'tgan bormaysan yoki boshqacharoq qilib kuymasdan o'sha ishni qilasan. Demak, kuyib ko'rish uchun senda pul bo'lish kerak-da. Qarz olmaysan-ku. Bor loyihadan olib o'ziga qilish jarayonida bu o'zimizga qilinayotgan investitsiya deb bilaman men. Shu uchun infarkt bo'lib qolmayman, pul sarflayapmiz o'dir. Va qolganlardan ham shu narsani talab qilaman. Odam o'zini ustida ishlashiga, xatolar qilib berishga qo'yib berish emas, investitsiya hisoblanadi. Faqat bitta xatoni qayta qilish kerak emas. Bitta xato qildimmi, xulosa qilish kerak, endi qilish kerak. Agar bitta xatoni qayta xato qilayotgan bo'lsang, gap xatoda emas, gap senda. San xatosan. Shunaqa-da. Yaqinda 1 milliardlik challenge qildingiz. O'zi u g'oya qayerdan keldi? Shan qisqacha aytib bersangiz. Xo'p, dekompensatsiya qilinayotgan paytda o'tgan safargi holatimizda 5x o'sish bo'lganda, misol uchun 40 million tikkan bo'lsak, 40 millionga yaqin 200 milliondan oshiq bo'lgan. Misol uchun xarajat bilan foydani ko'radigan bo'lsak, endi kassada to'g'roq. Xo'p, bu safargisida bizda 200 millionga yaqin byudjetimizni hammasini tikishga tayyor edik va shunga yaqin pul kelib bo'lsa, undan ham ko'p pul kelyapti va shu dekompensatsiya bo'yicha menda 5x kelsa 1 milliard bo'lardi. Voronkalarni tuzganimizda xayolimizda sotuvchi komanda qo'ydik. O'tgan safar 2 ta bilan bo'lsak, bu safar 5 ta. Misol uchun o'tgan safar bunaqa byudjet qilgan bo'lsak, bunaqa byudjet deb biz hali bilmagan, biz hali ko'rmagan voronkalarni sinab ko'rdik. Misol uchun Telegram Ads'da juda katta xatoliklar bo'ldi. Misol uchun $7,5 ming u yoqqa ketgan. Juda ko'p vaqt yo'qotdik, pul yo'qotdik, stress bo'ldi jarayonda yoki sotuvchi komandani qurishda fundamental xatolar qilgan joylarimiz bo'ldi. Sotuvchilarni rag'batlantirish, ularni nazorat qilish kuchli, targetni trafikka to'g'ri boshqarish degan joylarda biz qurayotgan har bitta voronkamiz o'tgan safargi byudjetimiz nisbatan kam bo'lganligi uchun byudjet ko'paygani sari biz bilmagan muammolar kelib chiqardi va hidden costlar biz bilmagan narxligi katta xatolar kelgani sari biz o'ylaganimizchalik bo'lmadik. Lekin loyiha hozir misol uchun break evendan o'tgan, foydaga qarab ketayotgan holatida 1 milliardgacha bormadi hali. Va hali raqamlar haqida aniq ayta olmaymiz. Aniq bilamanki biz 200 milliondan oshganmiz. Aniq raqamlar chiqadi biz 22-iyunda hisob-kitoblarni yopganimizdan keyin. Endi podkast yili balki undan keyin chiqadi, xudo biladi. Umumiy shunaqa. Zo'r. Keyingi rejalar qanaqa? Xo'p, keyingi rejalar agentство formatiga o'tish va jiddiyroq bitta ekspertga bog'lanib qolmagan holatda tizimli biznes qurish. Ko'p ekspert asl muammo emasmi? Agentство formatida deganda sen loyihalarni bitta ekspertgagina bog'lab qo'ymaysan, balkim kompaniyalarni marketing, performance, shaxsiy brendi umumiy komplekt olasan va bu har bitta o'sha etapida qilish kerak bo'lgan to'g'ri insonlarni qo'yish orqali bu muammoni yechib bo'ladi. Shunchaki jamoani kengaytirish, to'g'ri insonlarni to'g'ri joyga qo'yish va ularni nazorat qilish. Zo'r. Suhbat uchun rahmat. O'zim uchun ko'p insightlar oldim. Xohlasa, hali savollarim bor edi, lekin vaqtimni chegaralayman. Savollarni uylanish haqida bo'ladigan bo'lsa, so'ramay qo'ya qolinglar. Nimaga deganda hali o'zim uylanmadim. Uylanish haqida savol so'raydi hozir. Uylangandan keyin ikkinchi podkast qilamiz. O'shanga bu mavzuni yopamiz. Yo'q, boshqa savollar ham bor edi, qolib ketdi mayli. Endi bo'lsa olib tugatmadi, boshqa savollarim qolib ketdi degan gapni aytma podkast, boshqacharoq qilib tugat. Xursand bo'lganingni, yaxshi bo'lganingni ayt. Suhbat uchun rahmat. O'zim uchun ko'p insightlar oldim. O'zimni muammolarimga yechim oldim. Umid qilamanki, ko'rayotgan insonlarga foydali bo'ladi. Suhbat oxirida nima qilsa bo'ladimi? Ya'ni 3 ta eng zo'r fikr yozgan inson bilan offline ko'rishib, individual muammolarga yechim berishni harakat qilamiz. Zo'r, agar sohasi biza qo'limizdan keladigan muammo bo'ladigan bo'lsa, media, shu prodyuserlik, ekspertlar, ustozlar bo'lsa, albatta qo'ldan kelgancha yordam beramiz. Podkast solgan xulosalarni izohini yozib qoldirishsa, 2 haftadan keyin aniqlab, ular bilan suhbat qilamiz. Rahmat.